Unda bo'lsa ko'rib baqaya inkaslarni ya. Men chiqdimmi zadi? Chiqdimmi? İnkas kelmaydi, chiqmagan o'xshamamdimi? Chiqib bo'ptimi? İnkas kel, mana chiqdingiz deydi. Rahmat. Qarshi olamiz, bo'ldi. Rahmat. Unda agar chiqqan bo'lsa, mushlaq to'xtamay inkas yozish orqali bugungi kayfiyatimizni bir yuqori to'lqin ko'tarayotgan bo'lsak degan umidda. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, atalar, analar, akalar, hadilar, do'stlar, qurdoshlar, singillar, ufqlar. Hammalar bilan bugungi ya'ni qo'sh 12lik faoliyat orqali yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Bugunmi o'xshashlar yana Kujang ovqatchilik guruhining tashkillashi bilan, taklifi bilan mana sizlar uchun yana qaltis nomerlarni huzuringizga sunish oldida turmoqdamiz. Men izchil sizlar uchun xizmat qilishni o'zimning xursandligi, baxti tali deb bilib kelayotgan riyosatchi do'stlar Gulshan Mamat Tursun mushak chavokkildi. Undan so'ng ekrandami chavaklarni ko'ray. Cho'ng ekranda yani mening kaynimdagi LED ekranda bugungi bizning faoliyatimizning bosh temasi bor. Ya'ni Kujang ovqatchilik guruhi yangi tur tunishtirish shundaqla cho'lponlar naq maydon bevosita tarqitish faoliyati. Bugun bizning qaysi cho'lponlarimiz sizlar bilan yuz ko'rishdi. Albatta buni bilib bo'ldinglar, chunki bizning tashviqotlarimizda kimlarning sizlar uchun xizmat qilganligini bildinglar. Agarda xush bo'lgan bo'lsanglar, xush bo'ldik deb bir inkas berayotgan bo'lsanglar, mana ovoz bek tuvandaydi-ku. Ovoz sal tuvandaydi. Bo'ldi, shundaq inkaslar bo'lsa, degan bo'lsanglar, bek chiroyli chiqdingiz deydi. Men bugun bir liderlardek yasinibman. Gulshan lider. Boya kelsa men Musimov sahnadagi bizning san'atkorlarimizga bir yig'in ichayotgan bo'lsangiz deb ahamiyat bergan o'xshayman deb o'yladim, chunki bugun qo'sh 12lik faoliyat mamlakatimizning hamma joylarida qo'sh 12 sabablik naq maydon tarqitish, ya'ni jibo faoliyati intayinjiq. Shunlashqa özümninki şu tashqi qiyofatimga alayda ahamiyat berib, özümni hurmat qilgan ahvol ostida eng muhim ishlarni hurmat qilgan ahvol ostida kostyum kiyib keldim. Yarashibdimi? Yarashgan bo'lsa, baktas chiqdingiz riyosatchi deydi. Am to'g'ri sal tez chiqib qoldik. Nimishqa deganda, bilsizlar, naq maydon bevosita tarqitish bo'lganlik uchun bizning mush naq maydondagi barcha bosqichlarning, halqlarning hammasi naq maydonda ilib berildi. Men hozir naq maydon so'zlatmay shundoq rost riyosatchilik qilyapman. Bizningki san'atkorlarimiz naq maydonda o'zining musiqalarini tangshash, hamda chalg'ularini tangshash, mana shu xizmatlarini ilib berish uchun sizlarga eng mukammal holda xizmat qilish uchun azroq vaqtlarni olib qo'ydik. Tuvanchilik bilan kechirim so'rayman. Shundaqla hammalarning to'g'ri tushundiganliklarini cheksiz ishinaman. Rahmat sizlarga. Voy, pechat chiqdingiz. Rahmat sizga. Ovozingizga dad kelmisiz. Rahmat sizlarga. Gulshan Mamat Tursun chiqdingiz. Chiqibdimi? Ben xo'shib ketdim. Oxir chiqdim deb. Biz har qitimliq mushu naq maydon bevosita tarqitishimiz, ya'ni bizning san'atkorlarimizning naqshlarini, ijodiyatlarini, asarlarini anglashdan burun biz uchun mana shundaq yaxshi faoliyatni, katta faoliyatni uyushtirgan guruhga nisbatan minnatdorligimizni bildirmasak bo'lmaydi. Chunki xalqimiz bilan, ekran oldidagi ko'rmanlarimiz bilan sizlar eng yaxshi ko'radigan, eng hurmatlaydigan, eng faxrlanadigan mana san'atkorlarimiz bilan eng yaqin oraliqda ko'rishadigan shundaqla naq maydondagi ijodiyatlardan, naqshlardan huzurlanadigan mushtaq bir fursatni yaratib bergan Kujang ovqatchilik guruhiga yana bir qitim minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Shundaqla Kujang ovqatchilik guruhining bundan keyingi barcha ishlarining o'zlarining o'ylagandimi güzel bo'lishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Chunki bugünkidek bir naq maydon bevosita tarqitish faoliyatini uyushtirish oson emas. Hamda hozir hammamiz bir telefon bo'lsam jibo qilgan bo'lib ketdik. Shundaqmi? Faqat bir telefon bo'lsam, yonfon bo'lsam, shu yonfon qarab jibo qilaveramiz. Lekin hozir ko'rdinglar, bizning sahnimizning ahvolini, chiroqning ahvolini, bizningki mush naq maydon muzik atritimizninki amaliy kuchining qanchalik kuchli ekanligini his qildinglar. Buningga nima ketadi? Eng muhimi iqtisod ketadi. Shuning uchun xalqimizga mushundaq yaxshi bir fursatni yaratib bergan Kujang ovqatchilik guruhiga yana bir qitim rahmat. Qantinglar texim mustahkam bo'lsin, davlatinglar ziyoda bo'lsin deb opamdek tilavatdim-ku. Amsa Kujang guruhi haqida ozroq bir tushunish hosil qilaylik. Ya'ni Kujang guruhimiz unutib qolmanglar ismini. Kujang ovqatchilik guruhimiz. Kujang.
Kujan guruhimiz eng dastlabda 2015-yil 4-oyda 10 million mablag' bilan uy mulk kasbini asos qilib Fang Yuanchija uy mulkchiligi nomida qurilgan bo'lib, tez suratda taraqqiy qilib 2016-yil 10-oyda 20 million mablag' bilan Amroq mashin mulozimat pay chekish şirketini qurib chiqdi. Növətdə Kujan guruhi uy mulk və mashin mulozimat sohasida asosan Xinjiangning har qaysi rayonlarga qurilib bo'ldi. Faqat bir qism nahiya va rayon o'rinlarini hisobga olmaganda bu o'rinlarga ichilyapti tayyorlik bosqichida. Ham yana bir yil ichida tamoman qurilib bo'ladi. 2020-yil 10-oyda Kujan, ya'ni Qaltis Xinjiang guruhi Amroq mashinam avtomobil mulozimatining bosh shirkatini poytaxtimiz Beijing qurib chiqib, Amroq mashinam avtomobil guruhi aylandi. Bu orqali guruhimiz cho'ng tipdagi yangi mashina setish ehtiyojini yana bir qadam ilgarilagan holda texmo rivoj topqizishni maqsad qildi. Şirket qurilib hozirgacha shirkat ko'lami zo'r darajada kengayib qolmay, ixtisosliklar qo'shunini zo'r darajada ko'paytirdi. Yani şirket xizmatchilar qo'shinini zo'raytirishda songa ahamiyat berishdan saqlanib, qobil yuqori saviyalik yangilik yaratishga moyil, tirishchan yoshlarni tanlab ishiltish bilan birga ularning xaridorlarga texmo atrofliq sistemlik mulozimat qilish uchun har tarafdan kasbiy tarbiyalashni kuchaytirish orqali shirkatning qiliplashgan, sistemlashgan mulozimat andisini barpo qildi. Ama kostyumlarim bilan bir xil doktorlardek so'zlab ketdim. Buldu xili jontayrim. Saltırıp maqtanlar meni. Kujan, yani Qaltis Xinjiang guruhi ticaret dairesini uzluksuz kengaytib, Ürüm şehri, G'ul şehri, Turpan şehri, Korli şehri, Kuchar, Shaya, Avat, Bay, Xinha, Qashqar şehri, Poskam, Qag'liq, Yingsa, Payzot, Maralbishi, Yakan, Atu şehri, Xotan şehri, Gumi, Qarqash, Lop, Chira qatorliq nahiya shaharlarda mashin mulozimat uy mulk sohalarida ayrim Amroq mashina mulozimati va Hui Huang uy mulkchiligi, Ruja uy mulkchiligi, Xingtiandi uy mulkchiligi qatorliq nomlarni qo'llanish orqali tarmoq shirkatlarni qurib chiqib, necha yuzlagan ish kutib turgan yoshlarni afzal xizmat sharoiti bilan ta'minlab, jamiyatning ishsizlik besimini azaytirish bilan birga keng mashina havaskorlarini o'z rayonida sistemlashgan ishonchlik nimkash mashin ilm setim mulozimati bilan ta'min etib, keng xalq ommasining nazarida universal mashin mulozimat kasbidagi oldin tanlash aylandi. Navbatda Kujan o'qachilik guruhining butun kelgusi taraqqiyot ahvolini ko'z tutib, mashin mulozimat, uy mulk, mashin ijara, yemek-içmek, talla bozori, yana bir turba va ya'ni tamoq to'shish qatorliq turlar bo'yicha butun davlatimizga kengayib, barliq shirkatlarimizning nomini, barliq shirkatlarning bayon men degan mana shu barliq annavasi deymiz-ku. Soyovda bilq alqib deymiz-ku, ya'ni shirkatlarning nomini birlik keltirib, Kujan, ya'ni Qaltis Xinjiang nomiga o'zgartdi. Kujan. Undaqda ekran oldidagi qadrli do'stim, sizning mashin mulozimat, mashin ijaragarchilik, uy mulk, yemek-içmek, talla bozori tez yetkazish, sirtqi setish qatorliq sohalarni taraqqiy qildirib, butun davlatimizga kengaytirish oldida turayotgan Kujan, ya'ni Qaltis Xinjiang guruhini tushunishni xohlamsiz? Kujan Qaltis Xinjiang guruhi Amroq mashinam avtomobil mulozimati bilan hamkorlashib, mashin mulozimat sohasida taraqqiy qilish orzuyingiz bormi? Kujan, ya'ni Qaltis Xinjiang guruhi Kujan ailesi uy mulkchiligi bilan hamkorlashib, uy mulk sohasida taraqqiy qilish orzuyingiz bormi? Kujan Qaltis Xinjiang guruhi Xinjiangning taom madaniyatini ishqir o'lkalarga kengaytirishni maqsad qilgan Kujan taomlari sohasi bilan hamkorlashib, taraqqiy qilish orzuyingiz bormi? Yaxshi. Deb yozsanglar xo'shib ketmay inkas rayoniga. Kujan Qaltis Xinjiang guruhi butun Xinjiangga torlashgan Kujan talla bozori bilan hamkorlashib, talla bozori sohasida taraqqiy qilish orzuyingiz bormi? Kujan Qaltis Xinjiang guruhi bilan birlikda hammamizga qulaylik yaratayotgan Kujan tamoq to'shish, ya'ni Kujan va may bilan hamkorlashib, tang taraqqiy qilish orzuyingiz bormi? Mana shu orzu armonlaringizning hammasi Kujan o'qachilik guruhida amalga oshadi. Shundaqla men yuqorida tushuntirib o'tgan yangi turlar bilan hamkorlashishni o'ylasanglar, ekranimizda, ya'ni bizningki LED ekranlarimizda aloqa qilish telefon nomerlarimiz bor. Shu telefon nomerlarga telefon urish orqali yoki undidorga qo'shish orqali, Weixin qo'shish orqali shu yangi turlar bilan tanishishinglarni, texmo cho'nqur tushunishinglarni umid qilamiz. Eng yaxshi fursat sizlarni saqlayotdi. Bo'lamdi. Saqlasak bo'lmaydi, chuqur harakat qilishimiz kerak. Undan boshqa ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Yaxshi, bakpa debdi. Bakpa bo'lsa yaxshi. Hozir bizning naq maydon, ya'ni
bugünkü muşu bivaz tarqıtışımızda yani kucağın oqaçılık orayı uyuşturgan yeni tur tunuşturu şundaqla çolpanlarımızın naq meydan bivaz tarqıtış faaliyetini köratkan dostlarımızın sani 70 mingdan aştı hazır. 70 mingdan aştı. Sel turup teximo sanda özgürüş buludu. Həsə-həsəlab. Mevlantıq naqş etmisili Mevlan Hakan bek isil dep. İsil ne iyiliği deyimiz bek baldır devetanlar naqş etip boğandı ki isil deyimiz baldır disanlanmaydı. İkranaldırı qadarlı körmeli elbette sizlerge bu mukapatlarını tayarıldık. Yana şu burunqa kaydımız boyunca eğer bizdenki bugünkü bivaz tarqıtışımızını qancıcıq dostunlarga, yıqınlarınlarga tavsiye qılıp, panyo çargı fınşan qılıp, şunçilik cıq dostunlarını bizden bugünkü faaliyetimizge qatnaş turalısanglar muşu rədd tərtib boyunca mukafat verimiz. Yani birinci derecege erişken, muşu ekirgen adam sanının rədd tərtibi boyunca verildi mukafat. Birinci derecege erişken birli dostumuzga 300 yuan hongbağının itipli vatımız. 300 yuan ne? İkinci derecelik mukafat erişken bizden 3 dostumuzga 100 yuan kızıl bolaq verimiz. Bu üçün dərəcəlik mükafatımızga bolsa 6 dostumuzni təsdiq qılmaqçı bolatımız verildiğin mükafat bolsa 50 yuan naq bol. Bugün muşu faaliyetimizin köygeç elbette çokum bizden muşu mükafatlarımızga erişinlerini için jürkümüzden ümit kılımız demiş ki diyende tuyuksuz kelgen bir mükafatla soğatla adamını bək hoşal kıldığı bulup mu tələyle. Amdi bu tələyə eriş üçün mu çoxum tırışçanlıq göstəriş gerek. Nurgun kişilər belki bizni tələylik dep oyluş mümkün. Lekin bu şu tələylik buluşumuzdan keyindeki tırışçanlıqlarını islə, bilməyislə. Şundaq mı? Şunun üçün bugün muş tələyə igiz bulumuz dep oyluğan işkən oylusanlar azıraq bozumu tırışçanlıq göstərib qoyunlar. Qandaq tırışçanlıq göstəriş arqılıq deyəndə panyo çorğa yəni dostlar çəmbirkiga həm bəhirləş arqılıq, fınşan qırılış arqılıq dostlarınlarını toxtumay bizdenki muşu bivaz tarqıtış süpümüzға әкіріш арқылық. Бұламды мұкапатлағы ершіңлер. Onun başqa yana ötkende soruğan suallarımız bayılıqı qandaq dost kırıcıqıl bolmaydı degəndək Adidas'ta degan cümləni muşunaqa qiziqarlıq suallarını sorab berimiz. Onun için şu suallarımızga cavab berdiğin çağda mən ayrım bir köznəkni içip berişqa tavsiyə qılman. Şu köznəknin içində cavab berislər. Berilgen vaqtның içində aldınqı Qatarga kirəlisanlar, yanılam şu vaqtdan özləm qızıl bolaqni soğuqılımız. Əmisi birlikdə tirişəyli bulamdı. Mən başlanıb ta ki hazırgıca qançı minut sözlügendim hə? Qançı minut sözlüdüm? Hə? Hə? Qançı minut? Qançı minut? Sizlər dəqiqələr ekran altıqə körməllər? Avaz yanı tövəndəydi o. Avaz tövən əməzdi. Siz əmidin isil deydi. Bu mən isil mu ya ki Mevlan isil mu? Gülşen adam mu isil dep koyuptu. Minon könlümünü ayap. Avaz bek tüven deydi. Yani sel 40 minut diyen kim o? Muşu səhindiki bir soğuşaydı. 40 minut davatqın. 20 minut. Yani 10-20 minut etrafıda sözlep oldum. Onda bolsa ekran aldırki süymlü körürmenler bugünkü naq meydan çolpunumuz bilen tunuşkunlar bana hazır ekran çıktı mı çıkmadı mı ben sözlep ta ki hazır kadar Mevlan çıktı mı diyen şeye ben dostlar çembirki çıktı mı diyende çıktı mı çıkmadı mı Mevlan Mevlan çıktı da hem de çıktı ya yani avazda çataq yox deydi. Bəzilər avaz bək tövən deydi. Avaz normallığı deydi. Əndi mən avaz tövən deyənlər telefonu qaytıdan bir tanışab baxqan bolsanlar yoki şaşin qilish arqılıqçı qaytıdan kirib beqinlar bulamdı. Biz bu sizlər üçün ən yaxşı mülazimət qilishqa tirishçanlıq göstərimiz. Şundaqdımı sizlər telefonlarının bir aylıqı knopkalarını az tola medirtib qoyğan bolsanlar. Bu yenimdiki süyümlük İntayın karakteri güçlük boğan, hem isil boğan, onun başka özünün icadiyetleri arqılıq, hemimizni xoşal qılıb kilovatqan, süyündürüb kilovatqan, kompozitor dep atılıp kilovatqan, ataqlıq naqşçı dep atılıp kilovatqan, texi ustaz dep atılıp kilovatqan mana nurgun şagirtlerim var emas mı? Mektep dişim, onun denkin dostum, kardeşim, Mevlan, Memtimen, karşılığımıza Mevlan'ın pek karakteri güçlük. Kandak diyende sel turup dep bere ya, Mevlan bir salam verecekli. Çıktın mı?
Ha? Ha. Yok, qarapaqqa chiqdim. Ay chiqdimi, Mavlan chiqdimi? Ey do'stlar, yaxshimisizlar? Hmm. Ma ilqi xonşandılaylarni uchrasa ko'p ekan. Bugungi mush Kujang guruhining o'rlashtirish bilan o'tkazilgan bugungi naq maydon bevosita taqitish faoliyatida sizlar bilan ko'rishganimdan nihoyat xursandman. Aş manga bir ya telefonni qarg'il qo'ymadi. Mening ash inkoslarni ko'rib, ashu do'stlar bilan xudun qilib kelayotgan deb bo'pti agar imkoniyat yer bermasa. Men deb beray ya. Telefon o'ynasam bulamda. Bulduğu? Mındama. Telefon oynasak bulduk yani. Çünkü hem de telefonu başkalar bilen paranlaşık oynamıdıq. Yani şu bugünkü faaliyetimizden yaxşı buluş için işletatımız emas mı? Mevla'ga yaxşımısınız, çıktınız deydi. Çıktı deydi. Hem de Mevla'nın yemiş ki ben karakteri güçlük deymen degende biz Mevla'nın istibağı deymen 2005-yili 10-cı ayda Nazgül ilişkimiz birlikte Tanrıtaq köyleri de bir program riyasetçilik kılattık. Şu vakitte Mevlan Ravruz tunulup halkımızın kalbide naqşçı, icadiyetçi, kompozitör dep atılıp boğanda şu vakitte ben intayın tələylik halda, bəxtlik halda Mevlan'ı ziyaret kılış pürstigen müyesser buldum. Hem de biz hem de hazırki ma programı ama bivastar kıtteş hazır neyim davatkan bulsak silahının köz aldığınları şu namayan buldu. Lakin hem de şu vakitlerde biz program işleyden çağda başta süret geli olattık hem Mevlan. Onun denkin şu en pichet geplerini yani duduklap kalgan, kikeşlap kalgan yerlerini kesütüp hem de körmenlerini huzurgu bir ettik de sunattık. Mevlan bilen paranlaşıp kaldık hem şu radyo istansının bir zalıda. Bu Mevlan'a hem de özümüzce şunda yaxşı suallan tayarıldık dep oyladık şunda koy Mevlan. Lakin Mevlan men de Mevlan siz bunda desiniz yaxşırak mı kızım? Ya. Dep muş özünün diginini deymen dep durup aldım. Hem de özünün diginini avattımız yen razı mı? Ya kaytedin kileydi. Hey Mevlan hoş bulay mundaqtan. Ya men çokumda deyişim gerek. Dep qatti unmaydı da. Men şu çağda asli karakteri muşnaq güçlük adamlarda, individuallıqı güçlük adamlarda bir netice çıkıdı diyen xulasığı kelgen. Nemişqa degende çokum özünün bir meydanı buluş gerek, özünün bir dünya göz qaraş buluş gerek, qimmat göz qaraş buluş gerek şundaq mı? Şu vaqtda onun degen başqalardan farqlanıp, başqalarının esida qağıdak ijadiyatlar, əsərlər meydana çıxdı ekan toq. Dep oylap qaldım qoy. Şu vaqtı bilib o'tgansiz. Bilmagan rosa. O vaqtda ha, inkaslar qaratamsiz ha. Naqshlarni bu tizimlikini bilamdi nima bu bolalar? Rahmat sizlarga juma. Mushu naqshlarni asosan aytimiz bugun. Mushu yana naqshlarimizni aytimiz. Adlan Gülşen'nin mındaq paranlarını anlap bop, ha? Asal paranlış bolgan degen, şu karakter degen meseleге to'g'ri keldik da. Hozirmi shu mijozingizz bormi? Mijoz o'zgartmoqdasa. Shu. Qon bilan kirgan xujon bilan chiqdi deb. Yana joyilligingiz bor, xarakteringiz yanada kuchlik. O'zingizni rostlab turibsiz. Hamda burun balkim joyillarmi bir necha xil bo'luvchi. Nadan joyil bo'lgan bo'lsak, hozir sal mındaq bir hamda bir şu cahillikni momanda bir layıqida ba'zi vaqtlarda yenib ba'zi vaqtlarda yana şu cahil bo'lib degandek hamda shundaroq qo'ymayman hozir burunqidan yaxshiroq hamda cho'ng bo'lgan sirliqi beshimizda o'tgan ishlarmi jiq bo'ldi ekan shu andan hay ma masala kelgan chog'da pek jahillik qilib ketmay qarshi tarafningmi balkim degan yerlari to'g'ri bo'lishi mumkin deb o'ylab etimiz lekin eng muhim yerlar kelgan chog'da yana shu o'zimizning prinsipimizda ching turishimiz kerak to'g'rimi mush mijozingiz sizning ijodiyatingizgami zo'r foydalarni olib keldimi naflarni olib keldimi balkim shundoqdir hamda odamning xarakteriga man qaramaychi bo'ldi qaramay bo'ldi telefonga men qarab beray inkaslarga balkim shundoqdir bu hamda bu gap so'zlar emas odamning hamda xarakteriga nurg'un taraflarga nurg'un ishlarga chetildi emasmi meningcha ta'sir bo'ldi deb o'ylayman hamda cho'qim ta'sir bo'ldi uning hamda undan boshqa hamda yolg'iz yurishni yaxshi ko'ramsiz ya uydagilar bilan yurishni yaxshi ko'raman biz uydagilar bilan yurishni yaxshi ko'ramiz hamda ba'zi yolg'izlikni xohlab qolamsiz ijodiyat uchun jiqroq vaqtlarda ishxonada ish qilib men jiq vaqtlarda şu ishxonadan talag'i chiqmay yolg'iz hamda hozirgi biz bir kollektiv jiqroq vaqtlarda bugun boyam yomon jiq maqtab ketdingiz rost mushu gapga bir izohat bermoqchi edim maqtash idorasi yomon hamda o'zinglar vaqt sanglab
ko'ngillar bir xil bo'lib qilishi mumkin. Biz maqtasak, lekin shu maqtashga arziysiz deb o'ylayman. Rahmat. Bugun hamda biz kollektiv bo'lib keldik-ku, bir tvanduy bo'lib. Mana bu kendi o'ltagan do'stlarimning a'zosi men bu-ku. Mush kollektivning bir a'zosi. Bizning Mevlana ansamblining bugun mushu bizning kollektivimiz bilan birga ishlab urundab chiqargan naqshlarimizni aytib birimiz deb keldik bugun hamda. Shunga do'stlarimiz rahmat yaxshi ko'rganinglarga, bizning asarlarimizni yaxshi ko'rgan vaqtinglarda, yoqtirgan vaqtinglarda mushu bizning kuzinglar mendil bo'lib qolmay, bizning kollektivimizda bo'lsa demoqchiman men hamda. To'g'ri. Hamda bu ekranlık görmənlərimizdə emas, bizdimi var, məndimi var bir xahiş buluş mümkün. Mesela muşundaq ən qaltis bizdənki muzikantlarımız bilan birlikdə bizga şunda esil əsərlərini, icadiyyətlərini sunğan vaxtlarda rast diqqət qılmay qaldığan yerlərimiz var ki, bu bizga burundan qalğan bir qaydımı, göz qaraşmı, lekin yığılsak buldu, özgərsək buldu şundamı? Bugün sizin fikrinizə çoxum hörmət qılımız. Bulamda ekran aldığındaki görmeler 120 bin vaqırab ketdim 120 bin yani hazır bizimki naq meydan faaliyetimizin ko'rayotgan do'stlarimizning soni 120 mingdan oshdi. Unda biz bir naqshni anglab bo'lgandan keyin Mavlan yana davomli paranglashgan bo'lsak, undan keyin bizning mushu kollektivimizdagi oila a'zolarimizni bir-birlab shu chaqda tunishtiramdik yoki hozir tunishtiramdik siz bilan. Mayli birini aytib tunishtiramiz. Bo'ldi, birini aytib hammamizning bir badanimiz. Bo'lsa mening bular kenimlik bo'ltamaymi shu qata o'ltirib sizning aramizga o'ltirib paranglashgan bo'lsak bek yaxshi bo'ladi. Endi hozir unda imkoniyat yo'q-da. Xudo ishda o'rinlashtiraylik unda. Men menga bir naqshlarni bersangiz, men bir essam Aşında ama. Ondan sonra başlayıp gittim. Yapsanız o avazınız ama peyz çıkıdı mı? Avazım ne peyz ya? Ben kayıma. Mevlana ansambli Mevlan işleriniz tutup olsun. Rahmet dostlar, emmisi tüvende. Uzunlar bir naqshimizni sunuli. Ovoz sal tuvandaydi, ha? Ovoz sal tuvandaydi, ba'zan normaldaydi. Bu ham neymiş? Ovoz tuvan deganlar sal telefonning ovozini eshitib baqsumi yoshlar? Hozir mening ovozim tuvanmi yoki Mavlaning ovozi tuvanmi? Ko'rmalar. Ovozi tuvandaydi. Yani hazır bütün ekranga Mevlana'nın naqshlarının tizimligi chiqyapti-da, diqqan ulug', yolg'iz kishik o'ltirish. Normal ovoz chataq yo'q. Undaq emas, normal deydi-ku, hammamiz normalga. Nemishqa ba'zilarning ovozi tuvan chiqib qoldi? Bu bek cho'ng texnikalik masala o'xshaydi. Hamda buni hal qilish uchun oldi-keyni 13 yil vaqt ketishi mumkin. Shuninglar bo'ldi, bugun hozir biz mush naqshimizni anglab turaylik bolalar. Yininglarda biror kasbiga so'p qasa, telefonining janjallari bo'lib qasa, shulardan so'rab bir tanishinglar bo'lamdi, ha? Ularning telefonining ovozining tuvan o'xshaydi deydi. Yaxshi, naqshni boshlaylik, bek anglig'iz kelib ketdi. Okay. Uyda ketdim g'itaq o'zimcha. Hasretli kaldım ol peri ruhsarını Şikki gözümde bilermem gözleri kumarını Üç gülüşkende salurlar yüzüge halini Dötte pişkanda salurlar hancirede yarını Ol peri ruhsarını
Hem seviyor eşikmen Alt görmekten billermen Kaşlarım estaneni Yettiklimde yok ermişsen Kebi nazuk beden 8 uçmaktan ne durlarsan Kebi ayarını Ol peri ruhsarını Gözleri kumarını Ol peri ruhsarını Gözleri kumarını Akırın cevap Sergilsem başımda Ta ki canımdan duvar Un kulum birle tavap Kılsam nige Arım payine Un kulum birle tavap Kılsam nige Arım payine 11 ay oldu nevayı Yarıdan ayrılgılı 12 ay yıl örülgeç Görmedim gemharini Ol peri ruhsarını Gözleri kumarını Ol peri ruhsarını Gözleri kumarını Feyzgü. Şunda mı? Peyz başlı olduk ha. İsil, nah meydan, bek isil de hoşup gitti ya. Tuği, bizden ekranlıkta görmenlerimizden içinde resmi kesbiler var nimo huyuşun yoğdu argan diyendek bir kesbi geplerini kıldım. Ben o bek kesbi geplerini bilip gitmeyim. Fakat özlemlenmiş avazım yak çıkmatamdı, çıkmayatamdı diyenlerini düşündük ama. Doğru mu? Mevla hazır açtı diyeni? Ben hem de üzem anladığını oy. Belki Cafa ağabeyimiz azırak kıtıpası buldu. Kengin aksadı. Hem de eğer de müştak talepler, fikirler bulsa kaldırsanlar buldu. Nimişka diyende biz müştak fikirlerini görüp intayın hoşal bulumuz. Çünkü körvat kınalarının işbadisi şundak mı Mevlana? Körvat kaşka silerde biz alayda bir tuygularını kaldırvatkanlığımız üçün şununla tek fikirlerini kaldırırsalar biz herkes tek fikirlerden rencip kalmayımız. Hoş olsak bulumuz ki pek yaxşı etdiniz isil. Mana. Onda bolsa Mevlan aile azalarımızın tunuşturup demdik. Ben çok muşu biz hazır dostlarımızın birinci nakşımızda eğitip edik. Hem de dostlarımız anlagandıkken bazı igizpesliklerden bizden çelip eğitip atkallıkımızı bilgen buluş mümkün. Ondan belki bazı dostlarımız iskıgan buluş mümkün. Bu anlavatkan müzikide manakmaydan yok bazı çalgılan baço. Oştan var. Karang. Viit. Hem de o kadar iş. Men muşu toğırlık azırak düşenci birip koyayım. Buldu. Belki muşundaq müzik oynavatkan ballağa, yödi qılmız degen ballağımı eğer körüvatkan bolsa şulağa paydası buluş mümkün. Biz qandaq desanlar biz o esli qıgan naqşımızdaki yok çalgılarını biz
program deb hozir ichkilarda chetlarda qildi buncha. Biz shuni shu naq chevatganda qudumbaq bas gitarlarning hammasining arasida shu naq maydon yo'qlarini qo'yib turib biz shuni ustiga chaldiqchu. Ularni ayt az salmoq deganlaydi endi. Masalan, shu ayarga chiqayotgan kanaylarchu. Naqsning oraliqida. Shu narsa amaliyotda bu sahanda yo'q, lekin ayar chiqyotdi. Mening amdaq yodi o'ynayotgan do'stlarga tavsiyam ashtaq narsalarni foydalansanglar, sizlar bek mukammal cho'qim adam sonini to'liq to'shqizib, cho'qim mandaq manchi gitarchi yoki mundaq bo'lmasa biz qilolmaymiz deb o'ylab qolmay, ashtaq sharoitlarni foydalanib, bizning shu inilarimiz bo'lsa, mushu usuldan foydalanib, qancha adam bo'lsa, shuncha adamlik qilib shundaq qilsa bu bir yaxshi usul ekan deb biz sinab bakkandan keyin yaxshi unumga erishdik-ku. Shuni bir endi ko'rayotgan do'stlarimizning ichida shundaq muzika o'ynayotgan do'stlarimiz bo'lsa, men shularga buni tavsiya qilmoqchi. U masalan qancha % deganlaydi? Qancha % deganlaydi faqirda? Bek kasbiy 3% deganlaydi deydi. Bek kasbiy savol so'ratdimmi yo? Bir xil kasbiymi yoki bek yeyi so'rdimmi? Bek yeyimi men kundamda sizlar bilan tamam u Mevlana ansamblning bir a'zosi bo'lganki, biz ham deb tushunmaganki, biz uchun bir manaqshi chiroyli aytildi, chiroyli anglandi deydi ekanmiz. To'g'rimi? Menda bir riyosatchi, men o'xshash ekranlikka ko'rmanlarimizmi? Kasb qilayotganlar balkim shunchalik tushundi. Lekin kasb qilmayotganlarga nisbatan mushtaq savollar paydo bo'ldi-da. Men shu ko'rmanlarning vakili bo'lib so'rayman da savollarni. Unda bo'lsa men bu endi do'stlarimizga rahmat, yaxshi baholarni bergan do'stlarimizga. Men yana bir qitim demoqchi. Unda bo'lsa men oldi bilan shu bizning shu grupimizdagi, bizning ansamblimizdagi a'zolarimizni bir tunishtirib o'tsam. Bo'ldi. Chunki men mana to'g'ri muzikaning tigini qo'yib ustiga chaludi rost deydi. Mana ganjing kasbi bu umumlashib ketdi rost. Naq shundaq naslar kamti deydi. Mana muzika rostla bek qaltis ishlanibdi. Xo. Yaxshi. Endi biz kasbiy emas, bu kasbni qilmaymiz deb bek tuvan saviyada turaversak bo'lmaydi. Mana mushundaq fikrlar orqali, inkaslar orqali hamda hammamizning saviyasi o'sidi shundaqmi? Bunda tunishtiramdiq. Tunishtirli endi ansamblimiz a'zolaridan birisi shu o'ltag'an men shu Mevlan Memtimin. Mevlan Memtimin. Ondan men shu kompyuter ovoz olganda oldi bilan dumbaqni oldim men. O'zimning odati bo'yicha tunishtiray. Ma'qul. Mikrofon chiqarsam dumbaq. Turib. Bizning ilni qoldiq deyman Mevlan. Turaversin. Maylimi bizning Dilmurat bir ekranı bir biranglar aşı bizning Dilmuratqa. Bizning Dilmurat Qayyum. Dilmurat chiqdimi o ekranga? Bizning rejissorlar xafa baqirib, "Voy chiqdi" deb o'yinchilik yapdi qilmamdimi? Bir qaytma bo'ldi undasa. Dilmurat chiqdimi deyishga deb. Shundaymi? Chiqsin juma. Dilmuratda. Chiqdi men ko'rdim. Dilmurat hamda bizning ansamblimiz garchi yosh ansambl bo'lsa-mu, lekin bizning Dilmurat bizning qari a'zoyimiz hamda koni a'zolarimizning birisi. Hamda rayonimizdagi eng yaxshi shu kasbda, shu sazda, bu chalg'uda eng oldin menayotgan hamda mening eng muhim faxrlangan bir taraflarim shu bizning guruhimiz meni aytdi, shu mayli kasb jihatda bo'lsin, boshqa jihatda bo'lsin, aytdi inoqchi. Men ashunaq deyalayman. Ondan bizning urushib qolmaydigansizlar, odatda yaxshi o'tadi ekansizlar. Bunda bir cho'chang fillar haqida bir nima deyish qolmaydi ekansizlar. Chaq-chaq. Dilmurat qarshi olamiz a. Osh o'tkaldan o'tanmagan bundaq yo'dichi mangmaydi qaram. Ya bek muhim bu. Shu o'tkaldan biz o'talganlar. So'ramayman bu savolni. Muhim savollar qatori qo'yib. Shu salamda bunda savolda qilgan bilan bek muhim o'tkan, bek muhim savolchi bu. Qani Mardan adisham. Mardan mening savoq dishim, bir sinfda o'qigan. Biz bir maktabda o'qidik-ku. Sizlar bizni kichik o'qigan hamda. Shu 10 yoshlar kichik men bulardan. Şinjan Milliy Müzik Orkestrining chalg'uvchisi o'zi amaliyotda do'stlarimiz hammasi tunuydi Mardan akisini. Shundaq shu bas gitar tutib turgan obrazi necha yillar bo'lib ketdi-ku, bizning hammamizning ko'z oldida bor. Hozir biz billa mushtaq muzika çalıvatımız. Merdan qarşımız. Merdan, Mehat, ağinam. Arji'nin yuğunu takıp yaptı aynen.
Merdan çaş dep kirgizib olganman telefonuma. He, Merdan sen mikrofonu bırakıyor. Ada şimdi Andan bizden Pəxirdən. Pəxirdən. Hazong, şopa. Bu şu bizden Şireli bilen bir yurtluk hem de. Kim o Şireli? Şireli Şu bir ağınımız var Şireli diyorgan ço. Çaq-çaqa bolamın dadısını da batdı. Bizden məhəllikə. Hem de Pəxirdən ama şu kesp içidikiler ama hemisi bildi. Belki yaxşı muzikant. Nurg'un qitim bizning shu bevosita tarqitishimiz uchun xizmat qildi Pəxirdən. Oşuna qıldın mı? Bizning mana shu Kujan Goroyi uyushtirgan jibolarda oy xil yaxshi. Biz uqmaydi ekanmiz go. U ixsatning gaplarini demidimi? U ishlarni mana amsidiyat paydo qildim men aranglarda. Aslan men as uch qashqar bo'lish kerak ku Pəxirdən yaxshi chiqmabsa qarafkam. Bundan diqqat qil. Bo'pti. Chaq-chaqa. Hani kendi bizning yana bir gitarchimiz Azar mı belki yaxshi çaldı. Azhar Nur. Azhar qarşalımız. Ondan sen kaldın mı? Ümit inim. Ümit inim. Bu sene şu an okuyatıdı. Bu mu biz için yaxşı billi müzik çevatımız hazır. Ondan. Hazır Ümitni mesela Ümitni azıqı Cempenci deydiğen açtık tunuştursak bulandı ya ki bek. Yani hata yaptım birini kıldım mı? Buldu. Buldu işte desek bulandı. Karan yanında depivatı aslında. Dop mu çaldı? Hem dop bana. Birgi mayır köp kaldı. Cempenci de attayımız ha. An doğrusu mesela şu Cempenci diyen bizim ilki durmuşluk hem de Royal dep koyduk yemez. Andan İngiliz keyboard deydik yemez. Hem de keyboard net Uygurca bir vasıta desek kunupki taktız çaldıgan degen gap buldu çoğu hem de. Hem de taş üstüde bir müç kunupkilan çaldı hem de barmançuklarını çalıdı. Bunun bek ölçemlik tercümesini ben tapamadım. Hazırca Cempenci dep durdu. Cempenci dep duraylı ya. O Cempenci. Yalak aşpazçı diyen de. Sizin de riyasetçi dendik ya. Çi. Satranççı diyen de. Çaq. Elektronluq royal deydikenimiz deydi hazır. Cempen Gavşo deydi tıxmana. Cempenci elektronluq royal. Elektronluq royal. Hem de doğrusu elektronluq royal desek mi bulduk? Doğru. Umumlaştırıp mağaylı hem de. Bizden bu vazifemiz şunda var mı olan? Şu. Bizga yordamlashib müzik chalishib atgan bizning Irpan inimiz. Irpan sağım rahmat ukam. Irpanning amaykisidilar mana shu dopning. Ayna. Sürtü bakana ananga taşı belki bulamdı hem tulap ketmesin rüyd sorular meni. Nimda kızık deydi. Biz müşta kızık gaplarni qilamiz. Ondan dostlarımızga men yana bir qatım bayam dep bo'lgan gap bo'lsinmi gerçi. Mesela buldu. Mühim bir narsa mening mesela üzərimdən şəxsi naqşlarım nimem başqaça mesela Van Yuyunda bolsun, qalğan pintelerde akontum başqa. Bizning grupimizning bu ansamblimizning akonti başqa. Mesela bizning şu yaqindan buyan biz şu ansamblimizning ba'zi asarlarini chiqaryapmiz. Hamda yaxshi baholar erishayapmiz. Dostlarımızdan ütündüğünü şu bizning tandiyimizning şu grupimizni şu hatta menlan bo'lib qolmay şu nimada aldı naqsh aytayotqıcha şu bütün emimiz birlikte qilayotgan ish. Şuna men shularga shuni bir deb qo'ymoqchi. Emimiz birlikte birga kelib turib mushtaq bir qilyapmiz bu ishlarni. Bir kollektiv bo'libchi. Ham to'g'ri. Bayamda biz chaqchaq qilib iqtisod bu gapni qildik. Lekin Mevlana ansambldagi har bir muzikant hamda har bir san'atkor u iqtisodninki u dunyodan o'tib ketdi deb o'ylayman. Nimishqa hamda har birisi o'zining kasbini o'tdek yaxshi ko'rganlik uchun mehr muhabbati bilan aqidasi bilan qilyotdi. Shunlashqa bu narsalar sizlarning munosabatingizga yoki inoqliqingizga, ittifoqliqingizga ta'sir ko'rsatib qolmaydi. Bundan keyin taraqqiy qilsanglar qilsizlarki ko'rsatdi. Ya u ben qaytayım da size. Şunlaşqa. Ben qaytay. Şunun için umumuyum turmuş iqtisadimizga kerak. Lekin uni bek mühim o'ringa qo'yib olmaganligimiz uchun bir yerda natija chiqadi ekan. Agar biz nuqul pulni degan bo'lsak, yaxshi asarlar, ijodiyatlar chiqmaydi. Biz butun zehnimizni, aqidamizni, mehrimizni, muhabbatimizni ijodiyatga, mana mush kollektivga bersak pulmi keldigan o'zligidan. Nimishqa yaxshi narsalar degan hamon altın diye özünün kıymetini her kandak cayda
faqırtıp turdu emasmı? Şunun üçün Mevlana ansambl üçün bir cavab berib etken bolsaq, ihraldırki qadirli görmənlər özanlarınki çavaqınlar arqılıq, güzel tiləklərinlər arqılıq mana muşu ansamblninki bundan keyinki texmi zor nəticələri üçün tiləklərinlərini ayımıgan bolsanlar. Rəhmət. İhraldırki qadirli görmənlər hazır. Bizdeki bivaz tarqıtışımız yani bugünkü Kujang Oqachilik Guruhi yığıntır tunuşturuş çolpalar naqmeydan bivaz tarqıtış faaliyetimiz bolsa Kujang Guruhi bivaz tarqıtış supsi arqılıq şundaqla kuychi bivaz tarqıtış supsi arqılıq hamda tak bivaz tarqıtış supsi arqılıq naq meydandan tarqıtılwatıdı. Barcha dostlarınlarga yetkizishinglarni umid qilamiz. Onun başqa san'atkorlarimizning teni salomat bo'lsin. Oltin degan baribir oltin deydi. To'g'ri, ras oltin degan aman oltin. Mevlana ansamblining yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Mushundaq fikrlarni cho'qim umumlashtirish kerak deb qoldim Mevlan ras. Ba'zicha biz bildirishimiz kerak. Biz bildirmasak, bilmay ketaveradigan ishkanchu. Bugun mushu nuqtani iliqi Attaytan şəriklab ötkünümüz şundaqla mühim məzmunlarının qatardan orun ağızğınımız çox bək yaxşı oldu. Çünki halkı bizim qılğan əmgəklərimiz iniq baçı. Halkı bu ayrım aytqan naqşa məsələn bəzi kompüterdə işləb degəndək bu mav kollektiv bilan qaş hər bir adam aşu neçə qıtımlab repetis neçə qıtımlab tayarlıqlar bilan. Toğra. Nəйтib əmimiz ortaq tən əcr qıb durub qılğan iş bolğaçqa Mellam atılıp qalsam üzəmə bək xijil olub qaldı. Yaxşı, rəhmət. Kujang Oqachilik Guruhi, yəni şirket logosunun mənisi sizlər bəlkə ekranlıqda görmənlərimiz bu Kujang Oqachilik Guruhining logosunun mənisi nima deb o'ylab qalgan bo'lishinglar mumkin, yəni. Xinjiang xitining baş hərfi, yəni bunu sal turib tushundiraychi mataz yaxshi iniq kamay qapti menga Qiyimjon mayli tushundiray qani logoni bir ko'ray men tushundirib qo'yaman siz tushundiring uniki meni qaray siz tushundiring Xinjiangdagi jang kan Xinjiangdagi jang ondan ku buni nima deb 4 dona nima harfi GRP yani 4 tane GRP. Yani Jang xitining birinchi harfi J shundaqmi? Mana shu 4 harfdan shakllangan qarang logosi. Shundamki? Endi bildik. Yani mana mushu asosda loyihalangan, yani qaltis Xinjiang, güzel Xinjiang, inoq Xinjiang, gullan Xinjiang degan ma'noni bildirdi ekan. Ham to'g'ri dedim bu, Qiyimjon to'g'rimi? To'g'ri. Yani logosi çoğu ekranda görünüp durupda. Ekranlardaki qadirli görmənlər Kujang Guruhining logosi. Jang degan so'zninki birinchi harfi J. Mana shu J degan 4 J'dan shakllangan. Yana bir deb o'tay. Qaltis Xinjiang, güzel Xinjiang, inoq Xinjiang, gullan Xinjiang degan ma'noni bildirdim. Qaltis bugungi bizning bivaz tarqitishimiz Kujang Guruhi bivaz tarqitish supsi, kuychi bivaz tarqitish supsi, tak bivazda tarqitish supsida tarqitilyotdi. Shundaqla do'stlarimizning to'xtamay ham bahirlab qo'yishini, finshan qilishini umid qilamiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Mevlan undasa amdi yana naqsha. Rahmat. Mevlan Naqchining, Gulshan Riyosatchining, shundaqla Mevlana ansambldagi barliq san'atkorlarimizning teni uzun bo'lsin. Sizlar bizning faxrimiz. Rahmat. To'liq ko'rib bilamsam, ancha-muncha ko'ryapman inkaslarni. Rahmat do'stlar. Newbie class deb balam bek ishiltatdi yosh gapnilik bir ishladim ben xo'shib kelsa hozir balalarning moda gap ekan-ku. Wow, payzi degandek ashtaq mendima. Newbie classini do'stlar. Ekrandagi qadirli ko'rmalar hozir men tayyorlab turibman. Mevlanning sizlar bildigan naqshlarining tizimligini bir chiqarib beqinglarchu ekranga qaysi naqshlarini bilsizlar. Lekin bayatda bugun qaysi naqshlarni aytasiz desam
manaqşını, anaqşını deydi, çaqçaq qımang, Mevlam bana əstaydil muamil qılıb dəb beringsəm. Mən dəb bəsəmmi, siz biləmsiz deydi, mən bilməmdi, mən də bir monca naqşların sanab bədim, mavu, avu dəb. Şunu oxşa İslam heyran qaldırıydıqlarcı, hə? Mana başlandı, bildiğin naqşlarının tizimliki çıxadı da. Yalğız kişilik olduruş. Yalğız kişilik oturuş, bağır, qan, qatarlıq. Bək çıx naqşlar bağı. Nasıl qaysı naqşa? Qaysı naqşa? Dəpəmə, eti yüreğimdeki deymina. Dəpəmə eti və sonunda bolsa ekranları qədərlik görmənlər. Dəpərəyim şu ansamblimizin. Nimda birdən dəpəmə deydi, əmdə ulusam dəp birəydəydi. Muş Mevlam bilən bir fəaliyyət riyasətçi qılmaq bək təzcü. Şunda pez gəp qoysamla vaşşıdıla oturdum bir kesidu bayan məmi. İqsat mühim əməz də mən iqsat mühim digəndəkçü. Hə, Mevlam. Həməyli desiniz demisiniz məyliyə. Qandaq qılımız? Qandaq qılımız rast. Hə. Ballar bək tunuşluq naqşımı əməz əmdə. Dəpəsəmi buldu, dəpəmsəm buldu. Şunu devatım mən. Əməyli onda bolsa. Muş arqılıq umumlaşdıramdıq. Texmi çıx dostlarımız bilsin, hə? Bu ılıqı Lopnur'un xalq naqşısı. Yarını bir körsəm də bizim qoyduq özümüz. Yeni bir kösəm ma? Yarını bir körsəm. Yarını bir kösəm. Yarını bir kösəm. Bulu. Anlaylı. Yar bilen körişanman ahırdım feryat çekip ahırdım feryat çekip yar ne görsem bir söysem de qaradım gökке beqib Yahlarım niyet düzgü Otlaktaki yarımga Otlaktaki yarımga İnsaf salgın gömlege Atası bir zalim var Mangdurmaz kara gözünü Mangdurmaz kara gözünü İtlap barğanımda Yardım aldım bir sözünü Yarını bir ret gör alma Ahurdum dert
Yarını görsem birlikte geçip gider akar. Yarını görsem birlikte geçip gider akar. Geçip gider yer akar. Mening mavaliqi Riverback çoğun ulab ketib qoldi. Ovozini faqat anglamay qoldim, kechiringlar. Qanday bo'ldi hozir? Ha, nim cho'ngib ketdi deysiz? Oh. Bekla. Hozir o'chdi-ku endi. Voy. Nim cho'ngib ketdi hozir, ha. Quloqning ichidagi tangshakda orliqda bekla to'yuqsiz bir o'zgarish bo'lib qilib. Ha, shu ta'sir qildi-da. Kasbiy masalada mana shu. Tushunay deb shunda tirishchanlik ko'rsatma bo'lmasa. Ba'zicha o'ylab qolman, men buncha bir naqsh etib baqsam, ana sizlarning hissiyotinglarni tushunab o'qiydim-mi deb buncha arjini qulqimga silib. Sizga bir arji bergan bo'lsak, anda his qilatdim-da. Yo'q, angladim, lekin men ekran oldidagi ko'rmanlarimizdek uni anglay olmayman. Chunki biz asosligi shu tordoshlarimizga, qarindoshlarimizga eng yaxshi mulozimat qilamiz deganligimiz uchun bo'pti. Lekin men hissiyotni sal tushunyapman. Orliqlarda mushat bir masala yuz beribdi deganni bildim. Lekin hamda hech qisi yo'q. Naq maydonda ashroq. Naq maydon mushta bo'lish kerak aslicha. Cho'qim mushta bo'lsa deyman. Chunki mukammelsizlikning o'zi bir mukammallik. Qanday qadanga qilgan deb. Unda bo'lmasmi bilaverdi. Yo'q, biz naq maydonlikni ifodalaymiz deganda cho'qim oz to'la masala bo'lish kerak. Chunki masalan 6.99 tursa, dunyoda 100%lik ish yo'q qarang. Cho'ng ish yo'q, cho'ng chataq emas bu. To'g'rimi? Endi keyinki naqshlarni bek cho'ng qilib aytmanglar. Quliqidagi ovozlarning masalasini bu musa chataq chiqdi, mana quloq ovozi ching bo'lib ketgan o'xshaydi dedi. Xo'p, bek kasbiy jumi mana qo'y raislar. Mavlon Mamtiminning ovozini bekli yoqtirmiz. Chachaxandamda. Yo'q, Gulsaydaxonni chachaxanda ko'rib o'pdim. Gulsaydaxon, to'g'ri deysiz Gulshanada, to'g'ri, ha. Mana hozir bizningki naq maydon tarqitishimizni, ya'ni cho'lponlar naq maydon bevos tarqitishimizni Ko'jan G'oroyning yangi tur tunishtirish faoliyatimiz ko'rayotgan do'stlarimizning soni 195 mingdan oshdi. Rahmat, shunaqlar to'xtamay faoliyatimizni ham bahirlayotgan do'stlar chambiriga finshan qo'yotgan do'stlarimizga yana bir qitim minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Nim bo'ldi? Nimish, nim bir muhim ish bormidi? Ekranda chiqmabdi ekanmi? Mana mushundaq. Bek erkin dedim, u xarakteri bor. O'ttag'iz kes o'tirdi, ketgis kes ketdi taxi. Ya, unchalar. Nimish qiladingiz hozir? Qiziq choy akib olay degan. Choyma? Ha, ballamda bo'lsa, Mavlon ustozga choy. Mangmi choy, ya? Bo'ldi. Ha, Mavlonga to'g'roq ishdi, yashang. Balam bo'lyotdi, deydi. Nim ketdi? Açtama? Ben bilemeptim. Bize azraqma? Sizning hamda ancha musiksizimiz bo'lmagan ekan-ku. Men musiksizim bo'lmagan ekan. Men bu chiroyli chiqdi, chiqmadi deganlarni ham his qila oladigan o'xshayman. İpek yol sadasida o'qan naqshini aytib bering, deydi. Ay, ajab yaxshi İpek yol sadasining gapi chiqib qoldi. Yangi bir salohiyat qo'shildi deb o'yladingizmi o'zingizga hamda o'qituvchi ustozdan iborat bir mun shogirdlar kirdida hamda ularni tarbiyalashingiz kerak degandek. To'g'ri. Qanday o'zgarish bo'ldi sizda? Shu 16 bal tanlab oldik. Shu ballarni azroq jitaklab. Hozir 16 bal bormi qo'lingizda? Ha. Yo'qlimisni o'zim qilib. Endi biz bularni İpek sadası to'g'riliq gap bo'lib qoldi hamda. Nayt kuchlik balla jiqkan.
Biz oylamagan balla. Andan şularning arasından hamda төртimiz ançumuncha yaxshi ballalarni tanlab oldik. Shu hamda oldimizda shularni yetaklab ançumuncha qo'limizdan kelishicha qo'limizdan kelishicha yetaklab bularni oldimizda yana solamiz shu. 16 bala ha. Qanchasi qiz, qanchasi o'g'il 16sini? İkisi kız 14 oğul. Nimişqa qizlarni az taldınız? Qatnaşqanlar qizlarning soni bir qadar az shundaqmi? O'ylayman Sudiya uning qopib ketmaydi deb shu nimda qizlarni az taldi deyman. Qatnaşqanlarning soni az. Men jiq tanlaydigan, lekin qizlar az ekan emas. Hammasining ani saviyasi o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Endi ularni necha qatlamga bo'lib tarbiyalaysiz-da. Ama o'qituvchi degan bu salohiyat qo'shilib qolgan keyin bir xil bisimiz qilamkansiz. Yo'q. Unchalar bolalarga unchalar tarbiyalashning hojati yo'q. Faqat endi biz yeshimiz qilib birga berib qolgan bolalarda. Yeshimiz cho'ngroq, endi uni keyin uchrashganimiz jiqroq bo'lgandan keyin hisobda tarbiyalash degan bo'lmaydi. Yetaklash desak muvofiqroq bo'lishi mumkin. O'zimizning tajribalarimizdan ancha-muncha shularga o'zlashtirib degandekchi. Shundaroq bolalarimiz bek yaxshi ish qilib. Men xush bo'ldim shu yosh bolalarning uchun. Shuncha bola har xil uslublarda aytadigan shundaq bolalarning chiqqaniga. Hem özünüzmü? Vah, ben bir xil davşı o'qituvchining o'rnida, ustozning o'rnida o'tirdim deb. Bu boshqacha bir xil hissiyatmikan, xo'shal bo'ldigan hissiyatmikan? Tayzikan. Rosa. Endi uning davshiligi boshqa, ma'volqchi. Shundaq keyningizni qilib, har xil chiroyini paraz qilib baqidi ekansiz. Taq turqini paraz qilib baqidi ekansiz, qarang ovozini anglabchi. Ondan kiyim kechaklarni paraz qilib baqidi ekansiz. Ba'zilari Oyluğunumuzda çıkıdı ha. Lekin asasen hem şu bekle yirak çıkıdı ki oyluğundan ço. Bunu bu pakkı durgan vakit. Ay hoşum ben hoşum. Aksa urumuz emas. Doğru hem de her xil salohiyatlarga ega bo'lib turishimiz kerak. U mu o'xshamaydigan tuyg'ularni so'g'at qildi bizga. Ay qaysi naqshni aytqandingiz? İpek Yol Sadası da hazır. İpek Yol Sadası'nın aksine yetip gelgen bolsa deydi. Gössen gösünü de atamdaki dostlarımız. Gössen gös deydi gamırakşımız o. Bugün etmez etmemsiz. Etmez. Etsiz şundak muacep yaxşı. Amsi bizden şu körmenlerimiz talep kılgan nakşladı mı birini etip etsiniz. Hem de özünüzden tayarlagan nakşlar var. Hem tuyuksuz birinin bek talep kıp gitti desek bizden mavu meşi kımıgan da tışkı şarayet yer vermeydi dep kalamsızlar. Mevlana ansambildeki azmetler. Yaki buluyu verem do. Siz talep kılsınız mı? Ya dostlarımız da. Menin talebimni ben mühimde boylap ketmeysizler. İmkan ba etip beremiz hem de. İşte kılaylı ha. Bugün hem de körmenlerimiz için bir yaxşı fürsatda hizmet kılımız dedik. Onun üstüge bugün şu an şahar, koş, 12'lik faaliyette dedim o bütün memleket miqyasida jibo degan naq meydan tarqitish ajoyib chiq shundaqdimi yana bizning hurmatimizni qilib xaridorligimizni qilib izzatimizni qilib bugungi mush naq maydonga kirib ko'rayotgan do'stlarimizga rost cheksiz rahmat jumu unini boshqa to'xtamay mana bizga inkaslarni qoldiryapsizlar shu inkaslaringlar orqali biz texmi jonlanyapmiz hamda bir insonning degan hadug'i chiqadi ekan nimishqa deganda ambek maqtashlarni yaxshi ko'rmaymiz degan gap yog'amikin deyman hammamiz shu maqtash madilashlarning ichida hamda cho'ng bo'ldi ekanmiz masalan biz mangu cho'ng bo'lib bo'lolmaymiz shundaqku mavlon lekin cho'ng bo'lishni to'xtatib qo'ygunimiz yo'q to'g'ri shunday bo'ldi ekan shunlashqa albatta ko'rmanlar sizlarning har bir tilaklaringlar taklif fikrlaringlar bizni mushtaqliq pishib yetildirdi ekan cho'ng qildi ekan sizlar bo'lg'ash biz xushal yashaydi ekanmiz to'g'rimi hayotga bo'lgan minnatdorligimiz texmo oshidi ekan degandek unda bo'lsa qaysi turnalar degan konu naqshingiz ne deganlar bor ekan yolg'iz kishilik o'tirish degan naqshingizmi bor ekan yolg'iz kishilik o'tirishga tayyorlik qilganmi qilmaganmi qildik a azroq a bek jiqqa yolg'iz kishilik o'tirish degan naqshining talabini qilgan do'stlarimizchu bo'ldi aytib birmiz lekin shu o'zimizning tartibidan bo'ldi tartib bo'yicha boshlaylik hozircha endi qaysi naqshini aytamiz hozir yana bir aytqizamsiz bizga yomon ishchi ko'p ketganda amsi paranglashaveramdiq mayli paranglasak paranglashaveradiq mening bolam 9,5 yosh kirdi bu yil 3-yillikda o'qiydi undan boshqa hali yaxshi cho'ng bo'tdi degandek mushta paranglashsak mavlon ishkimiz maktabdoshi maktab bular kichik mendan bakmi kichik emas shu bir ishga qaror kichikdimi
Ben 2000 bağlan sənət şöyenge. Siz şu... Siz qırkansiz mi? Ha şu... Şimdi aşkarlı etmezliğinizde ümit kılmaya. Gerçi siz çiçeğinizde boyumağınız bilen ben boyu aldım kıran. Biz 98 bağlan. 2000 bağdımda, 2000 bağın çağda Mevlalamda poçi, müzikanın balları degen bir xil, özü hiç aksa jüretti. Biz müzikanın balları da qarab qalattık da. Onun başka o vaxtı mı pek özünüzü köstüp ketmeydiniz ha? Özünüzü resmi kösetken vaxtınız kaçan? Tuncu qitim ekran arqılı. Mana men Mevlam memtimin dep kösetken vaxtınız. Tuncu qitim mı? 2004 deyməli oynan dedi va ballar degan naqshni aytib neçimiz. Oynan dedi va. Bunun da şu vaqtda bizning ağinlardan neçisi chiqish bergan. Bizning Polat Tursun, aniken Parat Xaliq batda o'ltiribchi bizning Jurat tashlar. 2004-yili. Biz naq shu xizmat kuchgan yilimizga 2004-yil bo'lsa, 16 yil o'tdi shu ishlarimni mana bilip bilmeyli çoğup gitip kaptık. Ekran altı görmenlerimiz hazır. Telefonunun cisini çıkarıp hesaplavatkan buluş mümkün. Mayili 2004 yılı hizmet çıktı. 16 yıl oldu. Onun dinkin Ali mektebin adette mançaşta pütürdü. Degende noç olsana işimizni hesaplap yıkınlar. Mevlan 98 kırıp diken ben. 2000 yıl kırıp diken ben. İşimizni hesaplap yıkınlar. Hakikaten memli yıllar ütü atıdı. Bizdenki mu çiçimizge ak kırıp atıdı. Ançı mınca bekçi komusu mu. Çırayımızda mu ançı mınca koruklar var. Lakin şu ak çaşlarının, koruklarının bedelige bizge belgini dünyanın belgini akıl parasat boldu mikin de boylayman. Tecrübe boldu, texmo pişip yetiliş boldu. Uyu peysuzlu ettim bu bir xil. Qısamlı bir xil romançıqı da alıb getdim hazır. Bağım şu sizin gaplarınız bağım naytı mağızlıq bir hikmetlerini. Uyu arqılı çıxardan gaplarını qılma emasmı men adətdə sizlər kögən hayat hikmetlerini adət men yizib başqalar evetmə başqalar çıxırdı. Ondan sonra naqş anlam Zapas arji bamu, zapas arji dep kapsız. Buldu nimege azrak çıkırdı. 38'deydi o. 37'de. 30'dan yukarı dep yazganlarning hammasini chiqiraytimiz ma bevosita qiti supisidan. 25'dan yukarı dep yazmasliginglarni umid qilaman, ha? Adaş men nimege ma yensam kichikkin chiqardim. Pek suyumlike ekran altidagi ko'rmanlar. Azrak anglasın Gülşen. Bizning muştimida bir naqshimiz var qaram. Yaş doğruluk mu? Ha. Qancha yaşlıqlar anlaydigan naqshdi? Şu sizning yaşingizdagilar anlaydigan naqshdi. Meni qo'shib olmasligingizni ma keyindigilarni qo'shib qanda desangiz. Yo'q, shu sizning naqshingizning yaşingizga kelgan anlaydigan. Bo'ldi. Anlayli endi asa. Mana, 27 ha, to'g'ri 27. Yongyuan Shiba, to'g'ri, Yongyuan Shiba. Yaşlıqın qene degan naqshimiz bor. Mevlankam 40 yaşda deydi. 40 yaşlık doğulan gününüzde kımıdık koyamızsa bir çoğun kısak kılattı ya. Doğulan günü kımaylıca oldu. Kılaylı. Oldu. Ne? Kılaylı ya. Kaçan diye? Yazdı. Yazdım ha, oldu. Kilaylı ben 40 yaş kırmıyor. Uy aşkar. Ben 40'dan ütüp, 41'den ütüp oldum. Ütüp gettiniz mi ya? Kilaylı 40 yaşlık doğulan günümde ben kocan goroyu kıp yerdiğandım. İşte bir çırboğdan birini kılıp. Ondan sonra başlamdık kaysın akşını anlayımız. Yaşlıqın qini. Yaşlıqın qini ya? Yaşlığımız senden şu yönde. Tügep kaptı ömür yerimi Soqulup tuturmuş nintimi Emdi öynem balının gemi Ezraydı şaşlıqın qini Ezraydı şaşlıqın qini Qinimdi şu tel ve yaşlık Özümüz başlık Yaraşmaydı burun kış yaşlık Yaraşmaydı burun kış yaşlık Mana emdi
vay ailemde Balalarının gımını layıp Başka gelse Eğer külfetler Bir dıkan boptuk berdaşlık Bir dıkan boptuk berdaşlık Hey! Tecrübelik bop kaldık hemdi Yaxşı yaman hem peret ettik Düşenmeydik Turmuş degenni Kaynımı da bilik bop kettik Kaynımı da bilik bop kettik Atana kadirge yettik Güdektikni yeniden kettik Esligende Nadan çağlarını Bəzən texi həsrət mı çəkdik Bəzən texi həsrət mı çəkdik Günlər, aylab, yıllar mı qoğlab 40 yaşqa kirib mi qapdıq Kəpsiz idik Ah şu çağlarda Həvəslərdim xilila qapdıq Həvəslərdim xilila qapdıq Bir çağlarda çoğ bolsaq dəkdik Çoğ buluşnun gəmini yəydik İnsan degen əcəb kənəmdi Balılıqның qədirgə yətdik Balılıqның qədirgə yətdik Balılıqның qədirgə yetdik. Naq baya değişken temimizge düştü ya. Yaşlığın qani. Burunqudek yaşlığımız qalmadı. Balılıqның qədirgə yetdik diyendek. Güzel mısralar. Aşında hikmetin yeni netçin sözden ha. Nakçılığını bir eğitili. Ay şu aşta bulkem deyişimiz çoğ aygan sır köngülümüz yerim bulkece burunqudek 20 neçə yaş vaxtımızdakidək oruq bulmay qaldı ekanmiz. Mən şu idarəyə yeni kirgan vaxtımda 45 kilo otdum. Hazırki kilo sanımını aşkarlamay dəhşət oruqduq. Uçaqlarda yağan kirpikmi çaplamaydık. Ekranı çıxdan çağda. O ya kirpik çaplamayı, mən kirpik çaplamayı mən deydim. Açışlarınızı rastı Gülçen'e. Açışlar rasamdı. Lakin hazır mana kirpikten bir nəməz işkini çaplaydan alıp getdik. Çaşlarımızın burun bunda köptürüp mü ketmeydik hazır. Köpte, bekrek köpte. Oruq görünümüz, çırayımız bunda qıylıqı, inaykilerimiz uçluq göründü dep. Yemişqa degende şu bulup mu biz amma ayallah hanım kızlar kiçik çırayı görensek, çıraylık görensek dep oylaydı ekanmiz. Lakin şu baya degendek əməliyyatda yişimiz çoğaydı. Burunqudek oruq bolmaslığımız mümkün, burunqudek çıraylık bolmaslığımız mümkün. Lakin Әмме яшының өзге хас пәйзияды бар. Онда мұшының бір нақшы етайлы, әмме яшының өзге түшлік алайлығы бар, хаслығы бар, пәйзі бар депчі. Мұшының бір темі қып есақ болудайке, бұлды чатақ yok қо. Ekranda çataq yok. Çataq yok mu balanda bolsa? Mən Mevlan Efendimni yalğız kişilik oturuş namlıq naqsı arqılıq tunuğan da pek keyin tunupsız onda olsa. Xapıp keseməm, nimdə bunda keyin tunudunuz da. Müşdə buldu ki, bəzilər başqa naqşlar arqılıq tunuydu ki, bəzilər yəni başqa naqşlar arqılıq tunuydu ki. Onda olsa ekran alırdı ki, qədiri görmənlər müşü Mevlan'ni qaysı naqşısı arqılıq tunuğanlıqınlarını ekran yüzü yazğan bolsanlar, bulamda bək pitcə deydi, rəhmət. Rahmet. Onda bolsa suallardan bir sorab qoyamdıq. Ekranlıdaki körmənlərimizin suallarını sorab qoyamdıq. Ondan başqa körmənlər qaranlar bundaqa.
Bayan mən dedim, bizning bugungi bevosita tarqitishimizni qancha ko'p do'stinglarga ham bahirlab do'stlarcha birga chiqasanlar, undan boshqa shu sizlar orqali qancha jiq do'stimiz bizning bugungi bevosita tarqitishimizga qatnasha olgan bo'lsa, shu akirgan odam sonining oz ko'pligiga qarab mukofot berildi. Ya'ni eng jiq akirgan adam sani eng jiq bo'lgan do'stimizga beriladigan pul bo'lsa 300 yuan. Faqat bir do'stimizga berildi. Xongba shu eng oxirida biz statistika qilib chiqamiz. Undan keyin shu chaq taqtimiz. Ikkinchi daraja bo'lsa 3 odam 100 yuan beramiz. Uchinchi daraja bo'lsa 6 do'stimiz 50 yuan beramiz. Tirishinglar, ma'qulmi? Mana hozir Diqqat uluq orqali tunib ekan, ko'rkam Tangri tağları arqılıq tunub diken, oynan dədi baballah arqılıq tunub diken. Sana qarab közlerim toymaz diyen naqşa deydi. Şu arqılıq tunub diken. Mən turunula arqılıq tunuğan deydi. Oynan dədi baballah arqılıq tunuğanlar cıqken. 2004 yıllam tunub diken onda bulsa. 2004 yıllam. Turunula tağım burundu. Turunula tağım burun ma? 2002 yıldaki. Qoyısın aqştı. Ma yazğadanı mən turayım. Asımca rəhmətcima. Ay turnula diye nakşını bir... Uçuyor ben anlık... İki mısra esaq bulan babamdı. Ya bulmaydı. Yani... Bek buna etkan yani birisiga... Unutup kaldınız mı? Ya unutup Ben o vaxtı o Özbekçinin özleştirdiği nakşıdı ço. Buldu. Birden bir açta etkan nakşa mı turnula? Çırayık nakşa özü. Buldu. Da bulsa suallarını sorsak bulamdı. Suallarını sorayım ben kınıyanda sıkıttanlar. Ben de bolsun. Biz şu ekrandaki görmənlər asan sualların tayarlıq nemişqa degəndə həmmanlarının mükafatını qəbul qilishinglar üçün, yəni mən sualını sorğandan keyin ekranda bizdən cavab berdigan közlükimiz açıldı. Şu köznəkə 15 sekundның içində to'g'ri javob beradigan do'stlarimizni tanlab chiqamiz. Ondan keyin qizil bo'laq berimiz. Amsa boshlab ketdim. Birinchi savol. Undan boshqa bugungi bizning bevosita tarqitishimiz Kujang Goroyi bevosita tarqiti supsi, Kuychi bevosita tarqiti supsi, tak bevosita tarqiti supsi orqali ko'rmanlarimizga yetkazilyapti. Hozir naq maydondagi bizning faoliyatimizni ko'rayotgan ekran oldidagi barcha do'stlarimizning soni bo'lsa 226 mingdan oshdi. Rahmat. Yanılam to'xtamay do'stlarcham birkiga ham bahirlab qo'ygan bo'lsanglar, mana mushunaq esil faoliyatning bo'layotganligidan hammaylar xabardor bo'lgan bo'lsa degan umidda amsa Zorxan diye nakşı bilen tunuğan neydi birisi? Amsa sual. Ketti. Birinci sual. Şaptol çiçiki adeta qaysi faslda içiladi? A. Küz. B. Yaz. C. Atiyaz. Başlandı. Ekran çıktı mı? Çıktı ya. Yani 桃花一般在什么季节开放 ？A. 秋天 B. 夏天 C. 春天 Kaç sekund kaldı? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vakit geçti. Cevabına doğru buldu. Yani bunun ki doğru cevap C. Bahar. Evet yazdı. Sual. Yeşil yemeklik. Qandaq yemekliklerini gösterdi. A. Köktat bilen mevcevilerini gösterdi. B. Yeşil rənglik yeməkliklərini göstərdi. C. Ozuqluq qiyməti yuqur bolğan yeməkliklərini göstərdi. Başlandı. 绿色食品指什么食品 ？A. 蔬菜水果 B. 绿颜色的食品 C. 有丰富营养价值的食品。Qaysi cavab? Yeşil rənglikni göstərdi ya. Bununki doğru cavab vaxt geçdi. A. Köktat bilen mevcu bilen göstərdi. Cavabına doğru buldu. Yani ters bir matematiklik sualını sorayım mənə. Qaləm qağazını tayarlab durmusanlar, hergiz mi cavab verəməysizlər ma sualğa? Tayarlab tutmamız başlayım mənə. Durup kaldım. 50 tal bir yuan bilen 50 yuanның qaysi jiq? A. 50 tal bir yuan jiq. B. O'xshash jiq. C. 50 yuan. Başlandı bu sualğı şu hocam. Mukofot berib men deb so'ralgan sualğı 50个1元和50元哪个多 ？A. 50个1元 B. 一样多 C. 50元。
50元. Vaqt to'shdi, ya'ni o'xshash chiqa. Unda bo'lsa, men 4-chi savolga diqqat qilinglar. Buni ozroq bir kalla ishlatib qo'ymasa bo'lmaydi. Mavlanning 17 qo'yi bor ekan. 9dan boshqa hammasi o'lgan bo'lsa, hozir qancha yashib qoldi? A 10, B 8, C 9. Mevlan yoş. Başlandı Raz. Oui. Mevlan有17只羊，除了9只以外都病死了。那Mevlan还剩几只羊呢 ？A 10只 B 8只 C 9只. Men birinchi qitim bu savolni o'qigan vaqtimda xil o'ylagandim, juma o'ylashgandim. Yanmay o'ylashgandim. Qanchisi qoldi? Sizning qo'ylaringizning gapini qilyaptimi? Qasab setib etgan qo'ylarni. Buningki to'g'ri javob bo'lsa C 9, ya'ni 9dan boshqa hammasi o'ldi dedi emasmi? Shunga 9 qoldi degan gap. 5-chi savol. Mamlakatimizda ko'chat tikish bayrami har yili qancha ayning qanchinchi kuni? A 3-chi ayning 12-chi kuni, B 3-chi ayning 14-chi kuni, C 3-chi ayning 15-chi kuni boshlandi. 我国每年植树节定在什么时候呢 ？A 3月12日 ，B 3月14日 ，C 3月15日。Yani buningdagi to'g'ri javob bo'lsa, to'g'ri javoblar to'g'ri bo'ldi. Ya'ni A 3-chi ayning 12-chi kuni, 3-chi ayning 15-i bo'lsa, iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash kuni, buni bilsizlar-ku. 5 savolni so'rab bo'ldik. Amsa yanılam ekran oldidagi qadrli ko'rmanlarimizga baya biz Kujan Goroyini tunishtirib o'tdik. Shundaqla endi bugungi bizning faoliyatimizning bosh temasi bo'lsa, Kujan Goroyining yangi turlarini sizlarga tunishtirish, shundaqla cho'lponlar naq maydon bevosita tarqitish faoliyati. Bugungi bizning tunishtirishimiz orqali Kujan Goroyining yangi turlari bilan tunishdinglar. Shundaqla agar yangi fursat, yangi tur qilishni o'ylayotgan bizning do'stlarimiz bo'lsa, shu LED ekranda aloqa qilish telefon nomeri bor. Meningcha hamda o'ylab turgandan yoki qanday qilsam bo'lar, endi shu turni tanlaymi, tanlamaymi deganlar bo'lsa, darhol harakat qilishinglarni umid qilamiz, chunki fursat kutib turganlarga emas, balki tirishganlarga mansubdir. Balki mush telefonni urg'uningizning o'zi hayotingizning yangi bir sahifasining ichilganligidan derak berdi. Shuning uchun darhol harakat qilishingizni umid qilamiz. Shu ekrandagi LED ekrandagi telefon nomerlar orqali aloqa qilsanglar bo'ladi. Ana ekranda bor. Bo'lamdi? Amsa başlap ketdik. Mevlan, davomli aytamiz. Yaxshi aytamdi. Tepishmoqchi. Tepishmoq bo'ldi, ekran oldidagi ko'rmanlarimizdan so'rab bo'ldik. Bir tepishmoq so'raydi. O'tganda so'rgan bir savolim bor, unutib qoldim-ku. Qanday qozonda tamoqat kelolmaydi? Tez javob bering darhol. Oshqozon. Yaxshi, siz ko'ribsiz o'tganda programmamizda hamsa naq maydon bevosita tarqitishni. Oy. Oshqozon tamoqat kelolmaydi. Ayma ekranni bizning bir naqshimiz bor, o naqshning ismi A Çüşen. Çüşen. B İşen. C Gülşen. Gülşen. Üçüncü hata olib qoldi. Hata olib qoldimi? Ayma ekran o'chirilmaydi-ku balla. Ma'yiliq savolga javob bergan ekranchi. Buni o'chirishdan yapam ya. Voy shu bachani topamdim, bachani. Biz naqsh aytamdik, hamda Gulshan. Naqsh aytaylik. Qarabni qo'ysa bildi-ku bular. Gap qilmisimi? O'zaro tushunishning, qancha ekanligini bilalaymiz. O'qatchilik ro'yi yangi tur tunishtirish cho'lponlar naq maydon bevosita tarqitish faoliyatimizni ko'rayotgan do'stlarimizning soni 245 mingdan oshdi. Rahmat.
muhabbet diye naksını etipes bulamdu, depdu. Hem de bugünkü palitimizden vakti çeklik. Hem naksıdan edilen şu pasa tam etip getiş mümkün. Hazırcha şu dostlarımız jiqraq yozgan narsani. Talab qilgan bo'ldi. Qarsam bek jiq yozibdi, yolg'izkish o'ltirishdi. Bek jiq talab qildi, ha. Ondan shu bugun yaxshi aytib birimiz deb yomon jiq aytib hamda gallarimiz misal bir qanday boqapti. Aytiverdi, ha. Bo'ldi, chata yo'q. Men onu kadehde xiyal qilsam bas sirdishim shu damda g'iribdi dutarning önida qalbim bo'larmas sazimni çalmen ihtiyat bilen hoşnular sezmezdi anlıgay uni emmeni al dünya sağla birey kızgınay mung basqa g'irib kuyib siz mana janandur meydur keyipdur yalğız qo'y hey inson mendin yiroqdur g'am hasrat dard alam yoki muhtojlik ochiqlik shu yoki piroq ülpetke muhtajman insonga emas men bilan mungdosh qil dilkash dutorim unutib ketarman dunyoni tamom yolg'izman önüde yoktur azar men sizga mehmonman u manga mehmon ta'riflash yo olqish hech hojat emas mal dünya şan şöhretke kul bulma könglim hayatni ongsuli onunda emas siz mana janandur meydur keyipdur yalğız qo'y hey inson mendin yiroqdur g'am hasrat talab yoki muhtojlik
Canadır meydur keyip dur yalğız koy hey insan menden yirak dur hem esrar dert ya ki muhtaçlık aşıklık şoför ya ki bıraktım aşıklık şoför ya ki bıraktım. Acaba puhadan çıktım ben buraya smücümü. Muşu çolpanlar nakmeydan bir vasıtı palitiga riyasetçilik kıvatqınım xılı bolducu. Ben hazır bu yıllık riyasetçilik kılışını bir hizmet dep oylamaydan buldum. Ben için bir huzurcu. Rast hazır. Bika huzur dep oylaydan buldum. Neymişka? Bu muşu yalğız kişilik oturuş degen naqşını mənlə əməz hazır bizden muşu bivas tarqıtışımızı körüyatqan 250 mangdan artıq 260 manga yaqınlaşıptı. 260 manga yaqın ekranlıqda körmənlərimiz həmmisi hər xil usulda anlap bolğan buluş mümkün şundaq o həmdi. Lekin naq meydanda Mevlana'nın yendi de turup anlaş o yeni başka bir huzur kençu. Şunlaşqa ras hamdi men üçün hazır bir riyasetçilik bir hizmet emas, men faqat charchaganda his qilmayman. Qanchalik so'zlasam-mu armayman. Nima uchun hamdi mushumu naqshlaringizning sehriy kuchi bo'lishi mumkin, ijodiyatning sehriy kuchi bo'lishi mumkin deb o'yladim. Men bu naqshni qancha vaqtda yozib bo'ldingiz? Mushu yolg'iz kishilik o'tirish degan naqshni. Masalan, hamdi ijodiyat to'g'riliq gap bo'lindiganda qilib turdi hozir. Masalan, anda bo'lsa mushu yolg'iz kishilik o'tirish to'g'riliq. Bu naqshini necha yil burun bir og'inimiz chambarak chiqarib ekan. Shu yerni tushirib olgan. Bu Rahmanjon Özalning she'ri ekan, bir she'r. Araliqda bir ko'rishib qilib, adash men bu she'rni bir fursat bo'lsa bir naqsh qilib ishlab baqay degan deb bir ijozatini oldimda bulda adash dedi. Ana kendin Mevlana ama mikrofondan bize fen sonusunu hiç bilemezler bana. Ha. Ondan neçə il ütüb ketdi bu yerimdə ba ançımınçımda bir piğanım tutqandım görüp bundaq qınış baxıma faqat men oylagan dərəcəyə faqat aparamadım-cu. Ani kendi qop qoyma, başqa işlerim bilan yürüyme. Aştaq 2-3 yildek vaqt ötüb ketdi hamda. Men aştaq saqlayma şeirlarni. Özüm yarğalarını saqlab bundaq qınıq. Ama bir günü aşındaq degan ishxonada etdim. Ishxonada o'tirib, bir narsani o'qisam, vallada o'zimga ta'sir qilgandek bir narsa paydo bo'ldi-da. Qallamda. Aldular shular bo'ldi-ku. Yaxshi naqsh odam o'zini ta'sirlantiradi-ku. To'g'ri. Odamni. Yozgan odamni-ku. Tekstmi o'zini o'zi aytadi-ku. Odamga shu tekstni aytqizimiz hisobda o'zini o'ziga. Aş tekstki neyse şu eğitilip tabii çıkan neyse yaxşı çıkıdı hamda. Bir gün işte çıkıp kaldı bu. Şunun bilen işxanaga üzerinde solap oturup bir işlep kaldım. Şu 2-3 yılda fakat şu çıkmagan neyse bir günün içinde bunun şu naqşının melodiyan, icadiyat, pianino, çeliş, tutan çeliş, naqşını eğitişten tatıp tengsheşkichi asas qismi tugab saat 3 vaqt qildim keyin tang atgan 3'te men arjini taqab ishxonada yong'icha bir xil o'zim ta'sirlanib turibdi anglab ketdim shu naqshni. Shunday bir kunda bitdi hisobda uning asosli qismi mening aniq hisobda hozirgacha eng tez suratda eng qisqa vaqtda bir to'liq narsani bitkazishim shunaqa shu. Amdiliqi tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi desek bo'lmaydi. Hamda bu hissiyatmi balkim nurg'un yillik bizningki beshimizdan o'tgan kechirmishlarimizningki yig'indisi bo'lishi mumkin. Shu narsalar to'planib tuyuqsiz vah bir ilhom kelib qolam degan deb o'ylayman. Men hamda ijodiyat qilib boqmagan. Shundoq bo'lishi mumkin deyman.
Әмдәлік tekst маңа бәк ярыған tekst. Tekst yardı. Xuddi meni deyotgan gap jo, o ichi. Xuddi mening yuragimdan chiqqan gapdek. Ana kendin meni shu tekstning meni ta'sirlantirgan darajasiga men shu naqshini ijodiyatdan aytishni men shu darajaga yetkazishchi mening maqsadim. To'g'ri. Shu tekstning gaplarning meni ta'sirlantirgan darajasiga men o'zim qatilgan emgakni shuni yetkazma deb yaman tirishib ketdim. Shundoq alatda bir kuni shu darajaga yetib qoldi-da, shuning bilan ashuna chiqib ketib qoldi. Bak yaxshi bo'pti. Aş darajaga yetgan yaxshi bo'pti. Bo'lmasa biz bunda huzurlanmaydik-da. Ham yolg'iz kishilik o'tirish hamda meni o'yladim, hammamiz hamda bu dunyoga yolg'iz kelimiz, yana yolg'iz ketimiz shundaqmi? Nurg'unlagan jafo mushaqqatlarni, qiyinchiliklarni o'zimiz yolg'iz hal qilamiz. Şunlaşqanda hammamiz o'zimizningki xiyolimizga shu dunyo, shu tuyg'u bo'yicha his qilamizda, shuningga bu naqsha bak go'zal chiqdi ekan deb o'yladim. Qandaroq bo'ldi ekranlardagi qadrli ko'rmanlar, hozir sizlarningki inkasinglarni ko'rishni, anglashni loyiq topdik. Oxiri sizlar intayin yoqtirdigan talab eng ko'p tushgan yolg'iz kishilik o'tirishni oldinglar, suyimliklar. Yani hazır bizden naq meydan bevosita tarqitishimizni ko'rayotgan do'stlarimizning soni 265 mingdan oshdi. Rahmat sizlarga, shundaqla to'xtamay yanalam. Ovoz bek tuvandaydi, ovoz normallashqandi hamda deyman. Yaxshi isil deydi, yaxshi. Bek yaxshi isil bo'yatdi. Mushu ko'rmanlarningki isil degani bizga berilgan eng yaxshi baho ekan. Voy bir yana Cık, azmetler sahneyi çıkıdığında kıldığı meni ciddileştirip. Yaxshi. Bunda bo'lsa, yaxshi bo'tidi, rahmat, yaxshi isil. Yana Mevlan, bizden naqshlarimiz bormi yo'qmi? Yana Ba'u. Agar anlaymiz desa. Aç mikrofonga. Mundaq ovoz yaxshi kirmaydi. O'ylagan tuqcho. Ras. Buldu. Ya. Siz başlap pensiniz buldu. Yani Mevlan başlasak buldu. Şu Mevlan'ın fensonu sınımak bize iç pensanlar bulamdıkken de oyla kaldım. Tayaqlımız şundaqmı? Buldan da mən birdən paran qıb berib duray ekran aldıqı görmənlərimizə. Ekran aldıqı qədərli görmənlər tövəndə yeni bir naqşa əsərlərinin huzurunlağa sunuluş aldı da əmdə biz davatımız naq meydanda boğanlığı üçün azaq tayarlıq xizmətlər işləndi. Şunun üçün doğru düşünüşünlərini ümid qılımız bulamdı. Əgər doğru düşünsənlər, doğru düşünümüz də bir inkas yüz etkən bolsanlar. Okey, buldu çata yox. Buldu doğru düşünümüz dəbsizlər. Liyici, doğru düşünümüz. Rəhmət. Onda olsa yəni azıraq bir bizdən Kujan, Qaltı Sincan qoroyumuzni tanıştırıb ötəyə. Yəni bizdənki izcil programımız, yəni bevosita tarqitishimiz başlanıb hazırgacha ko'rayotgan do'stlarimiz bor, hamda yangidan kirgan do'stlarimizga cho'qim Kujan qoroyimizni tanıştırmasak bo'lmaydi deb o'ylayman. Unda siz qitinglar. Menda bo'lsin. Yəni Kujan guruhimiz eng dastlab tashkil 15-yil 4-oyda 10 million mablag' bilan uy mulk kasbini asos qilib Fang Yuan Chija uy mulkchiligi nomida qurilgan bo'lib, tez suratda taraqqiy qilib 2016-yil 10-oyda 20 million mablag' bilan Amroq mashina mulozimat pay cheklik shirkatini qurib chiqdi. Navbatda Kujan guruhi uy mulk va mashina mulozimat sohasida asosan Xinjiangning har qaysi rayonlariga qurilib bo'ldi. Faqat bir qism nahiya va rayon o'rinlarini hisobga olmaganda bu o'rinlarga ichilyotdi. Hem yana bir şekil içinde tamamen kurulup bulundu. 2020-yil 10-oyda Kujan Qaltı Sincan guruhi Amroq mashina avtomobil mulozimatining bosh shirkatini
Beijing'e kurup çıkıp amrak maşinam avtomobil guruhuyuk aylandı. Bu arkalık guruhuyumuz çoğun tipki yeni maşin setiş ihtiyacını yen bir kıdım ilgirligen halda tekmi ravaş tapkızışını maksat kıldı. Şirket kurulup hazırgıca şirket külümüz zor derecede kengiyipli kalmay ıhtisaslıkla koşunu zor derecede köpeytti. Mana növbette Kocan Goroy'un bütün kelgüsü terakkiyat ekvalını köz tutup, maşın mülazimet, öymülük, maşın icare, yemek, içmek, talla bazarı ve yani tamak tuşuş katarlık türler boyunca bütün dövltümüzge kengiyip, barlıq şirketlerimizin namını birlikte keltirip, Kocan yani Kaltı Şincan namı özgertti. Ondaqda ekranlardaki qadarlı görmen sizden maşın mülazimet, maşın icargerçiliki, öymülük, yemek, içmek, talla bazarı tez yetküzüş, sırtkı setiş katarlık sağlayan terakki kıldırıp, bütün dövltümüzge kengaytiş aldı turatkan Kocan yani Kaltı Şincan Goroy'unu düşünüşünü halamsız. Kocan, Kaltı Şincan Goroy'u amrak maşinam avtomobil mülazimeti bilen hemkarlaşıp maşın mülazimet sahasında terakki kılış arzuyunuz bağmı? Kocan, Kaltı Şincan Goroy'u Kocan ailesi öymülükçü bilen hemkarlaşıp öymülük sahasında terakki kılış arzuyunuz bağmı? Kocan yani Kaltı Şincan Goroy'u Şincan'ın tam medeniyetini işkir ülkelerge kengaytişine maksat kılan Kocan tamamları sahası bilen hemkarlaşıp terakki kılış arzuyunuz bağmı? Kocan, Kaltı Şincan Goroy'u bütün Şincan'a torlaşkan Kocan Talla Bazır bilen hemkarlaşıp Talla Bazır sahasında terakki kılış arzuyunuz bağmı? Kocan Goroy bilen birlikte əmimizge kolaylık yaratıatkan Kocan tamak toşuş, Kocan Veymey bilen hemkarlaşıp tan terakki kılış arzuyunuz bağmı? Bu arzu armanlarınız Kocan Goroy'da royap çıkıdı. Onda bolsa derhal hareket kilişinlerini muşturlar bilen hemkarlışını oylagan bolsanlar ekrandaki yani 57 ekrandaki telefon numaraları arkalık şundakla ekranda mı bizninki telefon numaraları var. Şu telefon numaraları arkalık alakılış usul arkalık biz bilen alakılışınlarını biz bilen görüşünlarını ümit kılımız. Rahmet sizlerge, rahmet. Bizden bugünkü bivaz tarqıtışımız yani Kocan Okatçılık Goroyu Yığıntır Tunuşturuş Çolpalar Nakmeydan bivaz tarqıtış faaliyetimiz Kocan Goroyu bivaz tarqıtış supsi, Köyçi bivaz tarqıtış supsi, tak tak bivaz tarqıtış supsi arqılıq körmenlerimizden huzuruğa sunulvatıdı. Hazır faaliyetimizi köratkan dostlarımızdan sani 270 mingdan aştı. Rahmet. Yani biz bayağı dedik hem de bizden bugünkü tarqıtışımız Kocan Goroyu bivaz tarqıtış supsi, Köyçi bivaz tarqıtış supsi, şundaqla tak bivaz tarqıtış supsi da birli vaqtda tarqıtılvatıdı. Hem de şu 3 bivaz tarqıtış supsinin körmenlerinin, dostlarının hemmisinin sanını koşkanda hazır köratkan dostlarımızın sani 100 mingdan aştı. Rahmet sizlerge. Hem de şu sanının iş berişimi ekranlıdaki körmenlerimizden bizden hizmetimizge nispeten etiraf kıvatkanlıqıdan derek berdi, yaxşı körüvatkanlıqıdan derek berdi. Şundaqla dostlarımızdan dostlar çembirkiga toxtumay finşan kıvatkanlıqıdan hem bahirlavatkanlıqıdan derek berdi. Rahmet sizlerge. Şunçilik xursan bu atımız. Onundan başka yana sizlerinki güzel tileklerinler bolsa şu ekran yüzde bizge kaldırıp koyuşunlarını ümit kılımız. Bugünkü faaliyetimiz bizden oyluğunumuzda mu intayin yaxşı, qalbilik, mollusuluk, en mühimi bek tabi ilip berilatıdı dep oylayma. Mevlam bilen biz bir faaliyetler katnaysak, programlar katnaysak fakat bisim yok. Bir xil erkin, tabi, çin yürekten çin sözler. Onun başka bu Mevlan bek kiçik bir kemter. Fakat cahası yokçu. Bir adamın ki bazı taqdirini belgileydiğini biz deyimiz ki iqtidar bulmayı kapaşı micazın bop qilishi mümkün deb. Yani karakteri güçlük deganimiz hem de özünün ki meydanda çın turuş, prinsipte çın turuş. Lekin mavu adamiliki kelgen çağda bek kemter. Isil. Benim avazım çıkmaydı o. Şu man naq meydanda fen son taz aşmayatıdı. Lekin ekranlıdaki körmenlerimizge şuna yaxşı berivatıdı. Şundaq mı ekranlıdaki körmenler? Sizler yaxşı berivatıdı ha? Bu yaman maqtidiniz ha? Ya banasın dedim o ben onçilik maqtab ketip texivi ma Abdum rayonluq maqtaş idarəsinin buluş süpütüm bilen tek onçilik sözlep ketemdim tex maqtab bulamıdım çünkü normal maqtadım hem. Rasa ya bana ba dedim o micaz kilişiş digen bu bir gap ba. Şunda mı? Micazımız kilişkenlikimiz üçün hem de nurgunluğun paranlarını biz şundaq dostana yaxşı ilip baralayımız ha. Yani azırıq tayarlıqlar var şundaq qoya. Buldum. Onda bolsa şundaq nemige şundaq degensizler? Ekranlıdaki körmenler. Unutup kaldım cumu. Qaysı keselli deysen de bir
jumurbatdi qaysi kasal deysiz deb. Mening bir do'stim shunda untxa xo'p ketibdi da Mavlan qarang. Untxa xo'p ketib doktorxonaga beribdi. Doktorxonaga berib doktorga "Voy qarang, men o'sha uzun bo'ldi, tutqunimni, qo'ygunimni unutib qolyapman. Hozir yegan tamoqimni unutib qolyapman. Bolamning ismini unutib qolyapman" debdi-ki doktor. "Voy siz bu kasalga giribdor bo'lg'il qancha vaqt bo'ldi?" desa, do'stim qaysi kasal deysiz? Shuningga o'xshash qaysi kasalni davatgan bo'g'iydim. Yaxshi tarqitibdi demoqchimi? Ha, uy rahmatchimi. Rost, mau ishimizning cho'ng ishiga agishib, aslida divanli kasalliklarmi paydo bo'layotgan o'xshaydi, unutib qolib. Nimani yaxshi tarqitibdi deydi o? Qaysi kasal deysiz? Mavlanning suyumlik ayoli Sodiya Aymun naqshini bek chiroyli edi-da, uningdan keyin o'zining kasbidimi yaxshi natijalarni qo'lga keltiryapti. Sodiya Ay uchunmi ijodiyatlarni qildi deb o'ylayman, shundaqmi? Albatta. Birga naqshi etishni ijodiyatlaringlarni masalan bundaq birga insonlar buldigan ijodiyatlar chiqamdi. Chiqqan. Etqan ham yana yengilri demoqchi. Yo'q, unda emas, yengilri. Qilmas hamda. Sodiya Ayman bir bundaq o'tganda bir nima qurgan bu-chu? İdarelik bir singlis bilan birga bundaq nihoyat pek peyzi muzikaning bir guruh qilib, uni manchumuch qo'llab, birga hamkorlashib qildik. Bizning maqatim taqdirgan asarlarimizga xizmatdoshlar bilan birga jiq yordamlarni qildi. Men rahmat aytaman. Yana planimiz bor, shundaq bir xayolimizga kelgan yangicha bir ishlarni qilib baqsaq deydigancha. Peyzi planlarni qilaylik-a. Mavlon ustozni intayin kamtar degandingiz. Shunga biz shundaq dedik deydi. Rost qaysi kasalni deysiz deb bo'p qopdiqchimi? To'g'ri, ha. Rahmat. Ekrandagi qadrli ko'rmanlar. Ko'ryapmiz, inkaslarlarni ham ko'ryapmiz do'stlar, rahmat sizlarga. 280 mingdan oshdi. Jibo tugisa ko'gili bo'lmaydi sizlarni deydi. Ay, endi 24 soat 365 kun jibo qilib tursak, bizdimi ba'zi nimda jibo qilaverdi deb qilishinglar mumkinmi? Shunaqa asos naq maydon bevosita tarqitish bo'lsa, bizni texim yaxshi ko'ramiz lekin deb o'ylab qoldim. Shu naq maydon bevosita tarqitishmi bir taraqqiyotning bek yaxshi yuzinishiga deb qoldim. Bilqi resmi programma keçiliklarda balkim biz bundaq tabiiy erkin bulamazlığımız mümkün. Resmi ekrandagi ko'rmanlarimiz bilan, bizning urug' tuqqanlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan muңdashqandak mana shu ekran orqali, tor dunyosi orqali paranglashir ekanmiz. Şunlaşqa hozirgi shu mamlakatimizning, davlatimizning, Xinjiangning vaziyatini hasilab qadrlaymiz. Chunki biz bir hozir intayin taraqqiy qilayotgan baxtiyor zamanda yaşayotganligimizmi bizning baxtimiz, ta'limimiz, davlatimiz deb o'ylayman. Shunlashqa bizning taraqqiyotimiz bo'lganligi uchun mana jibolarmi keyin-keyindan naq maydon tarqitishlarmi keyin-keyindan maydonga chiqyotdi. Biz mushxil usullar orqali ekrandagi ko'rmanlarimiz bilan mehr muhabbatimizni texmi oshiryapmiz. Mushxil usullar orqali, ya'ni intayin yaxshi bo'lgan siyosatlarning turkisida afzal sharoitda taraqqiy qilayotgan Kujang guruhininki yordamida mana bugünkidek intayin yaxshi faoliyatlarga qatnashish salohiyatiga, sharifiga muyassar bo'ldik. Shuning uchun biz har vaqt o'zimizni intayin baxtli, talaylik deyishga haqliqmiz deb o'ylayman. Qandaroq bo'lyapti? Qandaroq tayyorliklar bitdimi? Men mushlar gap qilsam gap qilaverman. Az qoldimi? Unda bo'lsa yana so'zlab beraylik. Biz bir chaqda programmamizni bir savol chiqarganmish bir odam bir ömürde degan gapini shu energiyani hisoblasa bir chaynak suv aram qaynaydi ekan to'xtab. Meninkida mushu bir necha yuz chaynak suv qaynab ketamdikan shu energiyada mushu qilgan gapimni hisoblab baqsam, agar hisobli qilib bo'lsa, rost bo'libmi shu naq maydonda bir odamning jo'yligi nutq qobiliyatini, naq maydon inkosini, onun başqa qo'saqda qanchalik yilqi umashning bog'lig'ini sinaydigan dahshat bir sahna ekan bu naq maydonda-chu. Masalan, endi men izchil mana shu Kujang guruhining naq maydon tarqitish boshlangandan buyon sahnada izchil sizlar bilan birgida. Endi bizningki ma'mur rejissyorlarimiz, xizmatchi xodimlarimiz naqsh o'rinlayotgan vaqtda tushib ketamsiz ya degan ham fikrlarim badi. Lekin endi
Yana tushib, yana chiqqim kelmadi. Undan boshqa hamda biz bir gavda bo'lib, masalan, bayaslaylıqı Mevlana ansambldiki har biraylan mush oilaning a'zosi degandek, bugun biz bir kun birga xizmat qildiqma, mush sahnada biz bir oila kishilari. Men shunday o'ylayman hamdi. Mushundaq bir oila kishilari qeyrindosh deb o'ylaganligimiz uchun buning unumi yaxshi bo'ldi ekan. Undan keyin men mush sahnada tursam, har bir naqshni, har bir ijodiyatni yurkim bilan tingshaydi ekanman. Eng yaqin aralıqda. Eng yaqin aralıqda. Tushiblik kelsam, ya suv ichaman, ya bir nima yeyman, ya telefon o'ynayman. Rosa, ya birisi bilan paranglashman, diqqatim chechilib ketib qoldi ekan-chu. Shuning uchun mushu bizning Ko'jan Goroyning yangi turi tunishtirish faoliyati, shundaqla Cho'lponlar naq maydon bevosita tarqitish faoliyati orqali mush sahnada san'atkorlarimiz bilan bir oilaning kishilaridek inoq ittifoq bo'lib, bir yoqdan bosh chiqarib, shundaqla butun aqidamiz bilan, mehrimiz bilan, muhabbatimiz bilan sizlar uchun xizmat qilaligimizdan o'zimizni rost baxtli his qilamiz. Undan boshqa sizlarning inkoslaringlarni ko'rgandan keyin texmo hayajonlanib ketdi ekanmiz. Ras adam mediya bilan texmo kuchlandigan, maqtashlar bilan mukammallashadigan degandek zaba qo'shgan choy deydi taxi. Siz sahnaga bek erkin chiqsiz. Shundaq xo'shal, mangu mushundaq go'zal ham kamtar turing. Bo'ldi, xo'p. Chataq yo'q. Taxi, va ayni degan belgilarni yetadi. Suyumliklar. Va mi ayni momoda deymiz hozir. Yoshlar momoda deb yetadi. Rahmat. Hozir 280 mingdan oshdi. Mana savollarni sal turib so'ramdi. Hozir tayyorlik bitdimi? Yana ozroq vaqt bormi? Yana ozroq qoldimi? Az qoldi. Unda bo'lsa, savol so'raytamdiq ya. Savoldan 5ni so'raytaylik. Bo'ldi. Eng tez suratda. Amsa. Vallahi başlamdık. Ekran aldı görmələr tayyorluqlar bitdimi? Əgər tayyorluqlar bitgan bo'lsa, başlasaq bo'ldi, ha? Çecek şifalamadaydı birisi. Şu tamaq negen? Abay bir xizmat dişimiz şu somkısı tıqıb qoyğan kavaplarını bəgəndi. Yavab çıxdım. Lekin açıdığanda qıldı saltırıb. Rahmat. Onda bo'lsa, so'l so'rayman, ha? 5 savol bor hozir sizlar uchun tayyorlagan. Ni zhen zai canja, to'xtanglar boshda. Mushu davlat tilidagini so'raytaylar. Ni zhen zai canja sai pao ji jin xin ku zhong yu chao guo di er ming. Na ni xian zai shi di ji ming ne? Siz hozir yugurish musobaqasida qatnashdingiz. Shunchalik jafoliq jarayondan keyin oxiri ikkinchilikni qo'ldan bermagan birisini atlab o'tib ketdingiz, halqib ketdingiz. Undaq bo'lsa, siz hozir qanchinchi? A birinchi, B ikkinchi, C uchinchi. Ni zhen zai başlandı. Ha.你正在参加赛跑，几经辛苦，终于超过第2名。那你现在是第几名呢 ？A 第1 ，B 第2 ，C 第3。4, 3, 2, 1. Vaqt o'tdi, ya'ni buningki to'g'ri javob ikkinchi. Men boshda bu savolning javobini bergan vaqtimda A birinchi deganni tanlagan. Chunki ikkinchidan o'tib ketganki birinchi bo'ldi-da deb amaliyot unda emas. Ikkinchidan o'tib ketdi. Buning oldida yana birisi bor-da, birinchidan. Shu birinchidan o'tib kelsa birinchi bo'ldi degan emasmi? Mana shu sal inkosimizni tezlatmasak bo'lmaydi ekan-a. Savol 2008-yil Olimpik tanaharakət yig'ini qayerda o'tkazilgan? A. Yaponiya, B. Beijing, C. Amerika. Bunun hammanglar to'g'ri javob bersizlar. 100% ishonaman. Başlandı. 2008年奥运会是在哪里举办的呢 ？A. 日本 B. 北京 C. 美国 Hammanglar to'g'ri javob bera olasizlar. Biz mukofotni berib o'tish uchun bu savolni so'radik. To'g'ri javobi B. Beijing. Javoblar to'g'ri bo'ldi. Şu oson savollarni chiqardik. Biz pek tez savollarni chiqarsak to'g'ri javob berish nisbati tuvan bo'ladi. Undan keyin Xongbog' Eriston do'stlarimizning soni ozlab ketadi deb. Ya'ni Ko'jan Goroyi bizningki barcha do'stlarimizning mukofot erishish nisbatini o'rnatish uchun ashta qildik qandoq. Men bir savol so'rsam bo'lamdi? So'rang. Do'stlarimiz javob berib baqsin. Biz nima ish qilyapmiz hozir?
Sizlar neymiş qilyapsizlar? Biz. Biz neymiş qilyapmiz ha? Biz neymiş qilyapmiz? Men savoldan keyin men Mavlanning savoliga javob beringlar. Men ABC savoldan keyin ha. Savol, ya'ni yomg'irdan keyin kun chiqadi shundaq-ku. Ya'ni Hasan Husan esinglarda bormi? Hasan Husanning eng usti qavati qanday rangda? A seriq rangda, B ko'k rangda, C qizil rangda. Başlandı. 雨过天晴之后，彩虹最顶部的颜色是什么颜色呢 ？A 黄色 ，B 蓝色 ，C 红色。Bununki doğru cevap bolsa B kök rangda, B 蓝色。Ballarımızdan sualdan birisi çıktı Mevlancımı. Başlangıç mektep okuşlarının sualdan birisi çıktı. Toqtanda sorayım mənə. 1 kilogram paxta bilen 1 kilogram tömürünün qaysı eğir? A. Oxşaş, B. Paxta eğir, C. Tömür eğir. Başlandı. Siz mi cevap vergeç? İkisi tam. Bir xil qo'qab deysiz o. Özünüz işinip daha 1公斤棉花和1公斤铁哪个重 ？A 一样重 ，B 棉花重 ，C 铁。答案。İkisi tam şu. İkisi tam. Rast mı? Nimiş tam buldu? Çünkü alqı ma nimeço? Ameliyatda sözsem bek gepçi qopdu. Bu alqı hazır 1 kilogram ma? Ameliyat kilogram degan bu eğirlikning birligi emas ço. Bu alqı massının birligi balla. Oy bulan bilmeydi. Fizik dersde. Ya bu bizden ballarının matematik dersi çıktı o imtihanıga. Matematik imtihanı çıkkan. Lekin tang şundaq mı? Bununki doğru cevap. O'xshash. O'xshashga jiddiylashduk. Bo'ldi, bo'lsa eng oxirgi savollarga diqqat qilinglar, ekranlarga ko'rmanlar. Niloper guli odatda qaysi faslda echiladi? A. Kuz faslida, B. Yoz faslida, C. Adyaz faslida. 荷花一般在什么季节开放呢 ？A. 秋天 B. 夏天 C. 春天 Başlandı. Niloper gülü ya. Öyle bir güllerni ekip koysam bulamdikim. Fakat anca gül. Gülümüz peyzken o? Bunu ben ataytamış kucan goroydu ki dostlar görünüş çıraylık çıksın dep de ensirep çıkılıp gitmesin lonqa man pek taplap gitti. Ya bununki doğru cevap olsa B yaz faslda cevabına doğru oldu mu? Buldu emse Bizning bitib qolgan o'xshaydi. Buldu. Kuz faslida to'g'ri. Bizning Mavi inkas rayoniga javobni yozibsizlar, do'stlar. Shu maxsus javob yozadigan bir ekran chiqdi emasmi? O'sha ekranga yozganinglar yaxshi. Bo'pti. Bu da jumamsa. Mana bizning sahnimizda azmatlarimiz tayyorlanib bo'ldi. Ko'rmanlarimizga yana bir naqshini sovg'a qilmoqchi. Tayyorliklar bitdimi? Yana azroq bitdi ya. Undan so'ng Mavlan qaysi naqshini o'rinlaymiz? Biz endi necha vaqt avval bizning bir ustozimiz ketib qoldi. Endi biz bugun kim shu bevos taqtish munosabatida biz bir ustozimizni eslashni bir loyiq ko'rdik. Ondan boshqacha emas. Birmiz gaplar bilan eslamaymiz, faqat ustozimizning bir naqsini ham o'shada. Shu bizning do'stlarimiz bilan birga chilib aytib, keng do'stlarimizga sunmoqchi hamda. Bizning shu eslash shaklimiz shu. Hamda agar hamda albatta ustozimizning darajasiga aparamaymiz aytib. Shunda bo'lsin tirishimiz do'stimiz anglab baqsa. Rahmat. Erkektek yaşap, erkektek ketken sümlük ustazımız Mahmud Sulayman akımız üçün. Mahmud akamның Noruz Gülüm degan naqshini sizlarga taqdim etmoqchimiz.
hilal bulsun men üçün kirpigimden kanat yasap pervaz kılıp uçayrasam gözlerin tağının suyudek zılal bulsun men üçün kirpigimden kanat yasam pervaz kılıp uçayrasam osmanın tağının suyudek zılal bulsun men üçün Bağımdaki güllerge yaşım bilen susbek tağımdaki kepterge yüreğimni dan edek salkın şemal elip kelgen yedlerini bergin bana sana aşık yollarımda ümidimni dan etek salkın şemal elip kelgen yedlerini bergin bana sana aşık yollarımda yüreğimni can etek sana aşık yollarımda ümidimni can etek. Rahmat dostlar. Rahmat bizning muqam ansambldagi milliy muzika orkestridagi eng yaxshi muzikant do'stlarimiz Chappaganiga rahmat. Rahmat. Mushu ijodiyatni, mushu naqshini, mushu asarni biz uchun yangratgan sahnadagi har bir san'atkorimizga yana bir qitim minnatdorligimizni bildiramiz. Mahmud Sulaymon akamizning har bir ijodiyati, har bir asri, har bir naqshi eng muhimi isilligi, go'zal axloqiy fazilati qalbimizda mangu saqlanadi. Ha, endi masalan bugun mushu yerdagi muzika chalayotgan do'stlarimiz hammamiz bilan bu qoldigan agar go'zal aslarimizni birdan-bir so'zlasak bu yerda nurg'un ta'sirli gaplar chiqib ketishi mumkin. Iminjon masalan shu Mahmud akamning shu naqshining biz anglayotgan shu robni Iminjon chag'an, mush bolalar chag'an, milliy muzika chag'an bolalar. Undan har birimiz ilqnayt yaxshi o'tgan. Endi o gaplarni bo'ldi qilishmayli biz nurg'un gaplarni qilgandan Mahmud akamning mush naqshini endi gerçi Mahmud akamning darajasiga yetkazolmasakmi bir aytib shu bir naqshi bilan bir eslab o'tili deganlar ko'rib shunga tayyorlik qildik. Pek isil yaxshi sovg'at bo'ldi, rahmat Mavlan. Meningcha ekran oldidagi qadrli ko'rmanlarimiz menga o'xshash hissiyotda har bir qitimliq faoliyatlarimizda Mahmud akamizni eslash yuzidan naqshlarini hürmetleş yüzüden yüksek hürmetimizni, mehir muhabbetimizni ifadeleş yüzüden muşkul usulunu kullansak mı pek güzel bulduk deb oyuldum. Rahmet, rahmet.
İkrallarıki qadri görmənlər sizlərmi intayın razı boldunlar. Şundaqla bugünkü fəaliyyətimizmi şu sizlərninki mədədinlər bilən, sizlərnin ilhamınlar bilən, mehr muhabbetinlər bilən mana acayip mol usulluq ilib berilyaptıdı. Hazır bizning Kujan Goroyi Yang tür tunuşturuş, şundaqla Çolpanlar Naqmeydan sənət fəaliyyətimizni, bivas tarqıtışımızını körətqan dostlarımızın sani 286 mingdən aşdı. Hazır bu Kujan Goroy'ның bivas tarqıtı subsidiki sallıq məlumat. Onun başqa bizning bugünkü fəaliyyətimiz Kujan Goroyi bivas tarqıtı subsidi, köyçi bivas tarqıtı subsidi, tak bivas tarqıtı subsidi da tarqıtılıyatı da. Əmdi 3 muş bivas tarqıtı subsidinin ki dostlarının sanını hesaplasak, minimce hazır Baya 200 mingdən aşdı degen hazır qancha bo'lgandi? Sal turib bana bir aniq sonliq ma'lumotni bergan bo'lsanglar, cho'qim 230 ming yoki 240 mingdan aşdı degan gap. Rahmat mana Mavlon ustoz Mangu Isil. Rahmat sizlarga. Isil. Ko'rmanlarninki eng yuqori bahasi Isil. Mush Isil degani bularning bergan eng yaxshi bahasi ekan. Har qitim mushu bek hayajonlanib ketgan vaqtlarida bek Isil ey alomat deb ketdi. Shuning uchun bir Isil degan bu so'zningki amaliyotda bizga berilgan eng yaxshi bahasi ekanligini asosda bilyapmiz. Nurg'un narsa o'ziga olgandan. To'g'ri. Masalan, boya Mavlon degandagi biz birsini tunishtirishning oldida cho'qimjiq salohiyatlarini yoki maqtashlarini deb bitamiz. Amaliyotda Mavlon Mamtimin bo'ldi. Mavlon Mamtimin desaklam, mush Mavlonning bir kompozitor ekanligini, bir ijodiyatchi ekanligini, bir naqshchi ekanligini biz bilib bo'lamiz. Lekin hamda bizda hamda bir ko'ngilchaklik bormi yo hamda mushundaq jiq ta'riflasak, qarshi tarafmi xo'sh bo'ldi, ham o'zimizmi rozi bo'lamiz deb o'ylamdikin deb his qilib qoldim. Shu. To'g'ri. Muhammad Tursun desaklar. To'g'ri, bir riyosatchi degan shu ismdinlam obrazimizni bilib olaydi-da. Nima Mavlon ustoz Jambang Isil deydi. Rahmat sizlarga. Bugungi Naqmeydan tarqitishimiz qandaroq bo'ldi sizningcha, Mavlon? Yaxshi bo'ldi. Sizcha yaxshi bo'ldimi? Isil. Masalan, alomat. Isil. Endi men o'zimmi siz bilan bundaq bir ishlarni birga qilishni o'zimni yoqtirma. Biz burunmi birga faoliyatlarga qatnashib, endi pek ko'ngillik bo'ldi ya. Ko'ngillik. Biz endi birsi o'zimizni tang tush, siz kichikroq endi. İşimiz oshkorlanib ketdi bugun oxiri. Ondan dostlarımızmı bildi aç telefonun aldığında körüvatkan dostlarımız. Sizin mizoz xarakterinizden qanchalik nayt uçuq, gap sözlerinizden nayt yengil, bek alaydı bir mundaq. Fasahatlik sözden bek sürtüp ketmeymen. Mundaq heyvetlik gaplarni. Dostlarımızmı yaxshi ko'rdim menimcha. Shaxsan men bek mundaq shu amaliyat mundaq nimroq narsani yaxshi ko'rmanchu. Rahmat. Şuna menimcha bugungi Naqmeydan taqitishimiz nəhayət yaxşı qızıdı hem de ama o birisi avazımız hem neçə vaxtın azraq çarçıgan boğaçqa yan birisi ki mayad istitekni qoyub ben anlatsam. Yaman ne çıqıttım qoyub etdi. Naqşılarımız ketkelerimiz bolsa dostlarımız keçirütü de aqçan. Lekin yaxşı boldu. Dostlarım menimcha yaxşı boldu deb o'yildimiki deymin ha. Rasa Naqmeydan bek isil boldi deydi. Yani yalğız kişilik oturuşunun gepini toxutmay da berdi ular bek umaq bek isil obdan Mavlon Mamtiminning naqsini yaxshi ko'rman. Rahmat. Alomat ey, shash deydi taxi. Rahmat. Bu 12 deb bir raqamni evatdi bu ekran ko'rmanlarimiz. Nima bu 12 deb evatgani? Ha? Hozir qarag'an bir tepsmoqning javobimi yo'q. Yaxshi bo'layotdi deydi. Buldu rahmat. Buldu rahmat. Endi Mavlon qana qilamiz? Siz shuni qilamiz endi. Amsa naqsha. Bizning balla Ba. Isil. Bek isil bo'ldi Naqmeydan, nayt yaxshi bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi chapa chekdanlar. Rahmat sizlarga. Mina? Yo, meni unda faoliyatim yo'q. iPhone 12.
Oştaqma? Yo'q. Ma ekrandagi ko'rmanlarimizga sal bir tushuniksiz masala paydo bo'lib qolgan o'xshaydi. Men yaqindaroq naq maydon tarqitish faoliyatlariga sal ko'proq qatnashyapman, lekin iPhone 12 beramiz degan faoliyatga taxi qatnashmadim hamda burun qatnashgan faoliyatlarimning ichida hamda bir ashtaq gaplar bo'lib qolsa o'ylab qoldinglarmi ya? Bizning faoliyatlarimiz bugün iPhone 12 emas, lekin meningcha naq maydondagi mushu san'atkorlarimizning, muzikantlarimizningki, ya'ni Mavlona ansambldagi azmatlarimizningki sizlar uchun tayyorlagan sovg'alari iPhone 12 danmi esil deb o'ylayman. Ba'zi narsalarni biz mal dunyo bilan, pul bilan o'lchamaymiz, shundaqmi? Shundaqmi sizlar uchun tayyorlagan mukofotlarimiz bor. Ya'ni men dedim-ku, bugün bizning mush faoliyatimizni qancha ko'p do'stlaringlarga ham bahirlay olsanglar, oldingi qatordan o'rin ola olsanglar, qancha ko'p do'stlaringlarni bevosita tarqitish supimizga qatnashtira olsanglar, birinchi darajalik mukofotga biz 300 yuan naqd pul, ya'ni qizil bo'loqni sovg'a qilamiz. Ikkinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa 100 yuan naqd pul, uchinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa 50 yuan naqd pul. Mana mush mukofotlarimiz bor. Undan boshqa savollarimizga to'g'ri javob berib, ya'ni 15 sekundning İçide to'g'ri javob bera olsanglar, o chaqda bizning mukofotlarimiz bor, qizil bo'loq atimiz. To'g'ri. Shu ana to'g'ri shu emasmi? Endi mukofotdan, sovg'atdan hammamiz xushal bo'lamiz, lekin ba'zida mavu ma'naviy boyliq meningcha texmu katta bizni eng xushallandıradigan, eng tasalliga eriştira oladigan, kayfiyatimizni eng tanshab bera oladigan yaxshi usul. Shuning uchun to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Bo'ldi. Telefon degan hech nima emas, balla deydi. Bo'ldi. Jeje to'v zamala deydi, ammo peshonamga tatuq chiqibdi-da hamsa. Gülşen Tatuq diyemen şu. Mağul laqan paydo olib kelsam diye Gülşen Tatuq deb. Kichik vaqtimda bir 5 yosh vaqtimda 5 yosh vaqtimda bizning bir uyda bir tashtak bor ekanda, akam bilan men shu müküşmek o'ynab, akamni osh tashtakning yiniga mükünib olgan o'xshaydi deb vaqtida bishimni ashaga mushtaq yengishtirsamlam peshonam mushu Müşerim hem de teştekki tigidu, teştekinin gırvikiga. Şunun bilenlam acayip kan çıkıp getirdi ki. Sus isimde bakin hem de öydükler dep berdi qo'yim, dadam apamlar dep berdi. Şom dadam hem de muş tatuq qapqamısın dep ataydan bir tunuş doktorunun yiniga apırıp tik turibdi-ki, yana o'xshash tatuq qapqaldi. Hem de işimizden çoğu işi agişi bilqi Gülşen Tatuq, Gülşen pichaqli pek iş qilib, pek umaqay bu ko'rmanlar. Bu yişimizden yılgı çoğun yişik əgişi bu tatuq bağansır çoğunqurlap mağın deken hem de mən bu tatuqni yoq tüytey de oylap baxmadım. Bayağı dedim o mükemmelsizlikten özü bir mükemmellik de müştaq bir tatuqның bob qağını mı yaxşı mana nimdep yaxşı degende Mevlanlar tanışavatıdı. Ben tatuqның gepini qovadım. Eğer muş tatuq olmagan bolsa nimde boğuydu. Gülşen'nin yüzdeki tatuq ayının yüzdeki dağdek şu an yarıştıgan demekçi mi siz? Tatuq kösçemdik ya bir ılqını boğu. Birsim doğu tatuqını kösüm doğu. Aksa tatuqını kösüm yeni bir tatuqını. Ben de çoğunrak bir soğuk kösüm koyamı oldum ya. Ben bu şu tatuqlarım çıqqıdak iniq çıqıvatamdım. Ben meni çoğun inanlar desem yani bana yıqtın görünüş belgen oqışmamızlar tatuqlarım çıqqıdak. Ya bu musu ekranı çoğaytıp körüvatamızlar ya. Aşkım Gülşen Gül deyimiz deydi. Gülşen Gül danla. Bek umaqay başlayılı naqşı ne deydi? Buldu başlayımız ha. Rahmat. Bek suyumlük. Umaq Gülşen kız bilen naqşa biz üçün çoğun huzur deydi. Rahmat. Şoq bir meydan usulluk naqşa deydi o. Bayağı telefonlarını orlap bədiq ekranlıdaki körmənlər əmdi yana orlap bəsək əmdi. Keyinki qitimlağın fursat qop qoyaylı bulamdı.
Mevlan. Aslında essak şu eğer. Çok tutulup nakştan burada. Ha, meyli tek yaxşı. Tek yaxşı. Bizim için onu tayyorluk kılgan. Ya bizden nömür tizimlikimiz aşkarlanıp ketdi mi ya? Rahmet dostlar. Oynap ben size. Başlayla, etle. Ya, çak qılma. Bay inşa azraq çıkırıp kelgen bolsa. Oynap bakalım. Vay çakan durun oturup almay Sehlik düşün köp nazlanmay Yanı türün akı yanmay Düşün usulga Vay tadınmay köp oylanmay Çok ilanın aldı dıçanmay Nakşimiznin peyzigi kanmay Düşün usulga Oturup alman ornunuzda esnep Rasa oyunun sekrep desep Kula çeçe her yan kaçıp Gayet uğtap gülüp bakım Ay düşün usulga Oturup alman ornunuzu esnep Kısa oynan sekrep desep Kula çeçe her yan kaçıp Gayet uğtap gülüp bakım Anca mınca kaç niyeti Düşün usulga Körvet baştaki gemne Unt birdem kaygı elemne Ganimet bilinmiş demne Düşün usulga Taştan birdem telefon degenne Oynap derge cümdürün bedenne Usul degen sakkılar tenne Düşün usulga Otur olman ornunuzda esnep Kısa oynan sekrep desem Kula çeçep her yan kaçıp Gayet uğtap gülüp bakım Ay düşün usulga Oturup alman ornunuzda esnep Kısa oynan sekrep desem Kula çeçep her yan kaçıp Gayet uğtap gülüp bakım Anca munca kaşni etap Düşün usulga esnep Kısa oynan sekrep desem Kula çeçep her yan kaçıp Gayet uğtap gülüp bakım Ay düşün usulga Oturup alman ornunuzda esnep Kısa oynan sekrep desem Kula çeçep her yan kaçıp Gayet uğtap gülüp bakım Anca mınca kaç niyeti Düşün usulga bana Oturup alman ornunuzda esnep Kısa oynan sekrep desem Kula çeçep her yan kaçıp Gayet uğtap gülüp bakım Ay düşün usulga Oturup alman ornunuzda esnep Kısa oynan sekrep desem Kula çeçep her yan kaçıp Gayet uğtap gülüp bakım Anca munca kaşni edep Düşün usulga Usulga düşüyorsun dememiz. Oynap
Voy, men usul yaxshi o'ynamayman, shunlashqama bir obdan naqshiga ta'sir yetkazmay debchi, xijil bo'ldim. Ekran yuzida o'yingidek saviyam yo'q mening. Bu daras yaxshi tayyorligimizam bo'lmaydigan o'tgandim men deganman, chuqum usuldan bir ta'lim ilib usul o'ynab berman deb. Kilaqitimliq naq maydon tarqitishqichi bo'lsa-mu chuqum yaxshi bir usul o'ynab kelar. Uning ustiga biz odatda bir yerlarda o'ynasak, ikkidan o'ynaymiz ama hozir bir yolg'iz o'ynasam, bek tez texmi chanima. Ikkidan o'ynasa chanmaydi, yolg'iz o'ynis texmi chinib ketadi. Lekin naqsha pechatay. Naqshi so'yoq. Rahmat. Naqsh pechat. Rahmat, bek isil, tashakkur, rahmat, yaraysiz. Mana naqshlarni qilib bir berib qoldimi, Mavlana? Yana bormen. Qo'lichiq etdik, qanchani etdik? Cemi bir 6-7 dakika etdik mi nima? 6'ni etdik. 6'ni etdik. Bek isil bo'ldi. Rahmat, unda bo'lsa, essak tugimaydi. Paranglashsaqmi, gapmi tugimaydi ekan. Yana boshqa mazmunlarimiz bor. Bir ko'rmanlarimizga. Andimcha Gulshan. Hamda bayam shu bir naqshini yomon deb qoldi do'stlarimiz. Bu yo'q. Hamda biz shu bir naqshimizni aytib, andan tushib ketdilar. Gulsan, ha vallahi. Hozir emas qo'likin, ha? Hozir. Hozir aytamda. Hozir aytaylik, nimish qadisiniz, hozir aytib bo'lgandan keyin azroq bir yana o'rinlashtirishimiz bor. Undan keyin yana cho'lpinimiz bor. Emas, shuning uchun, bo'lamdi. Uy, nimdaq esildaydi. Shundaq. Esilay. Hazır bizning bevas tarqitishimizni ko'rayotgan do'stlarimizning mushu Kujan Goroyi bevas tarqitish supimizdagi do'stlarimizning soni 290 mingdan oshdi, 300 mingga yaqinlashdi degan gap. Onun boshqa kuychi bevas tarqitish, tak bevas tarqitishdagi do'stlarimizning soni xil bir yer bor. Hozir 300 ni qo'ysa qanchalik bo'ldi, Qimjon? 3 bevas tarqitishni qo'shgandan keyin 500 ming demdi? 5 milyon mu ya? 500 ming, 500 ming. Chega yo'q qo'yfangma deydi. Albatta bor. Albatta bor. Ya'ni mushu Kujan Goroyi bevas tarqitish supimizga kirib, qayta ko'ra olasizlar. Xotirjam bo'linglar, yana qayta ko'rish bor. Bo'ladi, isil. Amsa. Başlandik. Bu bizning-chi eng birinchi e'lon qilgan naqshimiz asli. Nurg'un yerlar do'stlarimiz anlamabdi. Men bu qatim Aypekul sadasi aytgandim. U vaqt kenim deydi yo'q, shu bizning shu a'zolar chag'an muzika aytgan. Ana keyindan do'stlarimiz yomon shuni bek talab qildi. Shunga biz mush yerda balla bilan chep bir aytib birdi. Bu da ajab yaxshi. Deb qoldik-ku. Chataq yo'q, ajab yaxshi. Sandık açılar, gül başımga sancılar. Avvareminin gönlümün kalakınım, yani küsem açılar. Sulla baştan kilvatmış, öksinizge atay taş. Gözü sen göz. Sandık açılar, gül başımga sancılar. Sandık açılar, gül başımga sancılar. Avvareminin gönlümün kalakınım, yani küsem açılar. Sulla baştır kilvatmış, öksinizge atay taş. Gözü sen göz. Sulla
Yarım çıktı gülbeşqa Çayaqlaqçıga beşqa Yarım çıktı gülbeşqa Çayaqlaqçıga beşqa Qapqiga susmayman qalanqınım Çögün tuldu göz yaşqa Sulla başdan kilovatmeş Yüksinizge ataydaş Göse gössen gösen göz Sulla başdan kilovatmeş Yüksinizge ataydaş Göse gössen gösen göz Sulla başdan kilovatmeş Yüksinizge ataydaş Göse gössen gösen göz برات ويا برات واي تغرقتني يا رتمي برات ويا ترات واي تغرقتني يا رتمي تغرقتني يا رتمي من بسا قلغن برات واي بربدلا بسا يدم بيده قطن يدم بيده جان يدم بيده قاغلقق 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 من دنجا çıkıp dahe vaq mana qışqa baydı qutu gülü bulaq yemsa yoq mana yemsa yoq qışqa baydı qutu gülü bulaq Daqduqda mana daqduqda Sızxanım qaqiyganda Saqal vurdum quluqda Birbidilab bang birbidilab Bassa yutdim beyida Son yutdim beyida Utan yutdim beyida Qaqliqaq qaqliqaq Qarqaqqan qaqliqaq Mana dönga çıqib dahi vaq Mana qışqa qabaydı qutu gülü buliqaq Yemsa yoq bir yemsa yoq Qışqa qabaydı qutu gülü buliqaq Tepsem sandık açılar Gül başım kazançılar Tepsem sandık açılar Gül başım kazançılar Avvar eminin gömleğinden kalan kınım Yanı kösem açılar Sulla başını kilovatmeş Yüksinizge ataydaş Göse gössen gösen göz Sulla başını kilovatmeş Yüksinizge ataydaş Göse gössen gösen göz Sulla başını kilovatmeş Yüksinizge ataydaş Göse gössen gösen göz Deyiş kustu kettemiş qilib azamiliqi tushudi deb o'ylagan yerlarimga. Ajab payzi. Ay ma endi sahning shunda kunayotgan tuqa. Yani başlandık yani. Bu sahnaning bir xil marvaga deb qoldim. Başta sal yatlashir ekanmiz, onuniki o'zlashir ekanmiz, onuniki tushkimiz kelmay qoldi. Rasmar isqa. Bugungi Mavlon bilan bo'lgan bizningki bevosita tarqitish faoliyatimiz bak yiqishliq bo'ldi deb o'ylayman, ko'ngillik bo'ldi deb o'ylayman. Siz bo'g'achqi bo'ldi-da. Rahmat sizlar bo'g'achqa. Ana o'siga bizning hammamiz sizni yoqtiramiz-ku, vallahi hammamiz yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Mavlona ansambli bo'lganligi uchun bugun ekran oldidagi ko'rmanlarimizga bak yaxshi xizmat qilish fursatiga erishdik. Boya Mavlon aytgandek ekran oldidagi barcha ko'rmanlar mushu azmatlarni san'atkorlarimizni, muzikantlarimizni unutib qolmagan bo'lsanglar, Mavlonning ismini emas, eng muhimi Mavlona ansambldagi har bir san'atkorimizning ismini unutib qolmanglar. Bu tavsiyamiz bugungi faoliyatimizninki bir hadug'i chiqqan bo'ladi. Shundaqla ahamiyati müşahede deb o'ylayman. Eng oxirida Mavlon qanday yurak so'zlarimiz bor? Bizning mushu kollektivimizning, bizning Mavlona ansamblimizning hisobda tunji qitim bir shundaq bevos ko'rsatish shakli bilan bundaq bevos ko'rsatishga masalan mayli telefonda bevos ko'rsatish bo'lsin, masalan har odatdagi mayli mundaq rasmiy shakldagi kasbiy uskunlar bilan qilingan bevos ko'rsatish bo'lsin, bizning mushu o'zimizning mush Mavlona ansamblimizning tunji qitim mundaq holatda do'stlarimiz bilan yuz ko'rishishimiz bizmi ensirgan qandaq bular bir
meyli çeliş, meyli eğitiş cihati bolsun, meyli tanışılış. Aşı bizning bir şeyde urunduğun narsa dostlarımızın telefonunda aşı köz aldığa, kuluğa kanda bara degan bir ensirash batdi. Özümüz mi xili astoydil tayyorlik qilgan hamda. Herhalde ish qilib bir bek bir qag'dak emas, urundash jihatlardan yaxshi, uni keyindan Jafa ağinimizmi japa çekti, yaxshi ovozlarni yaxshi tanishilib, xili ko'ngildagidek bo'ldi. Uning ustiga do'stlarimiz bilan amayli qamlashmasin, ancha-muncha o'rtoqlashib, xatlarni o'qib, o'zimiz ancha-muncha gap qilib degandek, nayt ko'ngillik bo'lib siz bo'lg'achqa Gulshan. Siz hammamizning xushalligi bo'lg'achqa, burunda shundaq qo'y, nayt haqiqatan ko'ngillik bo'ldi bugun xizmat. Bo'ldi, rahmat. Bundan keyin billa mushtaq faoliyatlarni jiqroq uyushtirib turaylik ya. Albatta Kujang guruhining Mevlani shundaqla Mevlana ansamblini davomli taklif qilib turishini chin yuragimizda umid qilamiz. Agar sizlar mendek o'ylagan bo'lsanglar, ekran oldidagi barcha ko'rmanlar shu yurak so'zlaringlarni ekranimizga yozib qo'ygan bo'lsanglar, rahmat sizlarga, shundaqla Mevlana ansamblidagi har bir azmatga, san'atkorimizga, muzikantlarimizga rahmat. Rahmat Gulshan. Rahmat shu urlashtirgan Kujang guruhiga rahmat aytamiz. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, bugungi bizning qo'sh 12lik Kujang guruhining yangi turi tunishtirish, shundaqla cho'lponlar naq maydon bevosita tarqitish faoliyatimizdan oldingi yerim maydoni bizning o'ylig'inimizdami shunchalik ko'ngillik, ahamiyatlik, mo'l-usullik bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarmi shundaq o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin. Mana harmag'aysiz, tashakkur, esil chiqdi. Qarshi olamiz. Nimani qarshi olasizlar? Qarshi olamiz deb turdik. Hammanglarga rahmat, japa chekdinglar. Rahmat, g'ayrat qilinglar deydi. Bizning naq maydon bevosita tarqitishimiz texi tugigini yo'q. Ekran oldidagi barcha ko'rmanlar. Keyingi maydondagi bizning cho'lponimiz bilan sizlar uchun tayyorlangan bizning mazmunlarimiz texmi sarxil, texmi isil. Amdi isilni texmi jihyasizlar, alamati deganimni texmi jihyasizlar. Yana bir qaytam mana shundaq bizga katta fursatni, katta sahnani hozirlab bergan Kujang ovqatchilik guruhiga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Undan boshqa ekran oldidagi barcha ko'rmanlar, agar Kujang guruhininki yangi turlari bilan tanishishni o'ylasanglar, shundaqla shu yangi turlar orqali o'zingizlarning iqtisodiy kiriminglarni oshirishni, shundaqla jamiyatga qadr-qimmatinglarni texmi namoyon qilishni hamda o'zingizlarga bo'lgan ishonchinglarni oshirishni o'ylasanglar, ekrandagi, ya'ni LED ekrandagi aloqalashish telefon nomeriga telefon urish orqali mana hayotinglarning yangi bir sahifasini echishinglarni chin yuragimizda umid qilamiz. Unda bo'lsa azroq bir dam olgan bo'lsak, bizning sahnimizda yana qaltis cho'lponimiz, san'atkorimiz chiqdi. Bizning san'atkorlarimiz, musiqa atrofidagi azmatlarimiz tayyorlik qilib oldi. Shuning uchun lekin ekran